o'sha Rossiyada, Moskvada masalan xizmat safarida bo'lgan bo'lsak ham, o'sha Yerevanda bo'lganmiz, bir qaysidir yana davlatlarda bo'lganmiz, lekin bizani mehmondo'stlik, mehr oqibat, yegan non tuziga andisha dunyoni bironta yerida yo'q. Shunday. Har kelganimda o'sha O'zbekistonimni o'sha aeroportdan tushgan paytimda shu yerini o'pardim-da. Baribir 18 yil, 20 yilga yaqin musofirchilikda bo'lish bu To'g'ri aka. Endi buni musofirchilikda yurganlar yo yurib kelganlar, ona vataniga qaytganlar biladi-da. Добрый вечер, Ильхом Пулатов. Мы рады за тебя, слушаем. Дай Бог, чтобы ты становился больше, больше и больше. Подписчиков, здоровья. Подписывайтесь на канал. Мы находимся в гостинице Асиан Плаза. Salomat bo'lishsin. Спасибо. Благодарю вас. Спасибо. San masalan hozir qanaqa bir og'ir nimani hech kim o'sha Buxoroda qilmagan ishlab postoyanno nima kuzatib yuraman-da. O'sha hech kim qilmagan qanaqadir kreativ, qiynaladigan yo'l, hech kim o'tmagan, bosib o'tmagan yo'llarni o'sha boshlaysan-da. Endi baribir bu o'zini samarasini beradi, malades. Men masalan shu podkastlarni ko'rardim. Toshkentda ham bor, masalan Rossiyada o'zing bilasan qancha yil biz masalan o'sha yashab ijod qilib keldik. O'sha radiolarda yo chasni o'sha izvestni lichnislar bilan o'sha el tanigan xonandami yo любой bir biznesmenmi o'shalar bilan masalan podkast qilishardi. Men ko'rardim-da o'shani, men aytardim, nimaga bizada shu O'zbekistonda yo Buxoroda shunaqa nimalar yo'q derdim-da. Bo'lmasa sandaqa talantli bolalar ko'p-da, to'ylarda masalan ko'ramiz-ku. Ular masalan o'sha to'yda o'sha suxandonligini qilib pul ishlash bilan chegaralanib qolishyapti-da. Endi yigit kishiga 40 hunar oz deganlarday masalan men masalan o'zi xabaring bor, masalan qaysidir ma'noda bir qanaqadir instrument ham chalaman, masalan tamburmi, rubobmi, masalan doirami, yo masalan o'sha to'yda o'sha boshlovchilar aytilgan bo'lsa ham o'zim bilmagan holda kirishib ketaman. U vidushilar ham bir tomonga qolib ketadi-da, qizmi, o'g'ilmi yo masalan parami. Instagramda ko'rdi. Milliona Alixros. Endi men o'sha xalq bilan ishlashni yaxshi ko'raman, chunki masalan konsertda aldash mumkin-da, Sherali. Masalan kelgan tomoshabinlarni ya aldasham emas endi. U masalan o'sha Zarani o'sha konsert bo'lishidan 1-2 oy oldin o'sha reklamalar borish paytida konsertda fonogrammadan foydalaniladi deb aytiladi-da. Endi masalan o'sha tomoshabinlar, o'sha muxlislar kelgan payt o'tiradi, endi artistni o'sha qaraydi, yaxshi ko'rgan qo'shiqlari yangraydi. Lekin kontakt o'sha masalan to'yda, masalan o'sha Istiqlol san'at saroyi, masalan Drujba Narodov eski nimasi, o'sha yerda masalan 4000-5000 kishi maksimal darajada masalan sig'sa, to'yda masalan maksimal 400-500 kishi sig'adi-da. To'yda masalan yaqin, juda ham masofada kontakt yaqin. O'sha uchun men o'zim masalan uverini ayta olaman-da, o'zimga ishongan holdaki qanchalik halol yondashilsa, shu masalan xonanda masalan ishiga konsertda fonogrammadan foydalanish mumkin, chunki bir xil endi hofizlar bor, studiyada yaxshi aytadi. Konsertda masalan bitta ikkita qo'shiqqa kuchi yetadi ovozini. Keyin dalshi o'zi konsert masalan 1,5-2 soatda u oson emas. Masalan 4000-5000 kishi masalan kelgan. Lekin men endi ko'proq shu nimani sezaman-da, ana shu jonli ravishda aytilgan o'sha asar yurakka tezroq yetib borishida masalan. O'sha insoniyat bilan o'sha kelgan tomoshabin bilan yo to'yda kelgan mehmonlar masalan har ikkala xudanda tomonlar masalan 200 kishi bu tomonda o'tiribdi, 200 kishi bu tomondan ikki og'iz shirin so'z, keyin uni ustiga
o'sha masalan gapni chiroyli gapirsang, ashulani raso qilib aytsang, u ham bo'lmaydi sherali. To'g'ri. Endi har tomonlama biza o'sha nimamizga qanaqa desam, o'sha masalan oldikmi shu sohaga kirdikmi, nomini ko'tardikmi, masalan xonanda degan nomni ko'tardikmi, bizani masalan pul berib chaqirishdimi, biz o'sha oqlab bilishimiz kerak o'sha ishonchni. Masalan har bir o'sha o'tirgan inson baribir o'sha to'yxonada ham borda negativ. To'g'ri. Hech bo'lmasa 400 kishidan bitta ikkita keladi-da. Yo ichib olib keladi, yo shu ko'rolmasligidan-da 200 kishi yaxshi ko'rib qarsak chalib o'ynayapti. Shu ichidagi qanaqadir bir yovuz nimalari o'sha tinchlik bermaydi, kelib bahona qidirib nima qiladi-da. Xuddi shunaqa kecha Rahim Xo'jayevni ham Instagramda ko'rib qoldim. Rahim aka ham xuddi shunaqa gapni aytayapti-da. Biz bir vaqtning o'zida 400 odamga xizmat qilamiz, ko'rsatamiz. Tabiiyki hammaga ham yo'qolmaymiz. Kuyov jo'ralar kelyapti, aka dagestanskiy lezginka bo'lsin yoki shu doira raqsi bo'lsin, biz o'ynaylik deganda shu ularga qarab qo'yapmiz. Davra yaxshigina o'ynab turibdi. Endi oxirida bitta yoshi katta ulug' Xotaxon kelib nimasan doira raqsidan beri keldi. Xullas janjal. Ko'rdingizmi o'sha o'zingizni? Ko'rdim men ham ko'rdim. Qaysidir bu hammaning ichidagi dardda bu aka. Man Rayimni bu dardini, men sherikman Rayimni dardiga, chunki shuncha masalan to'y mobaynida qancha joningni jabborga berib aytasan. Masalan Rayim mendan farqli o'laroq, u yaxshi aranjirovщик, yaxshi bastakor, qulog'i yaxshi eshitadi. Masalan o'sha apparatni ham ming yaxshisini olib kelib o'sha to'yxonada uni qulog'ing bo'lmasa qo'ya olmasang, odamlar azob chekadi, aziyat chekadi masalan. Lekin u ham skripkada chaladi. Masalan ham ashula aytadi, ham qanaqadir o'ziga yarasha didi borda. Masalan to'yni olib borish, masalan qanaqadir katta diapazonli ashulachi yo shirali ovoz egasi bo'lishi mumkin, lekin agar o'sha to'ydami yo o'sha konsertdami o'sha didi bo'lmasa, qanaqa olib borish madaniyati, to'g'ri repertuar tanlay olmasa, tomoshabin bilan yaxshi ishlay olmasa, mehmonlar bilan yaxshi ishlay olmasa, to'y olib borish ham u har kimga emasda. Chunki bizani endi o'zi yoshlar chiqib kelyapti, masalan bizdan yosh ancha bolalar endi o'sha sahnaga to'yga chiqib kelyapti, lekin qarab turamiz o'sha internet tarmoqlarida-da, o'sha Instagram, boshqa nimalarda. Endi men aytaman da o'sha pul bergan to'y egalariga men achinaman-da, to'g'risi. Men endi hech kimni xafa qilmoqchi emasman. Omadini bersin. Omadini bersin, lekin men o'zimni misolimda aytishim mumkin. Bitta o'sha nimaniki, o'sha menga umuman yot bo'lgan, begona bo'lgan, masalan millat xalqini taxlab o'sha ashulasini chiqqunimcha menga bir hafta 10 kun vaqt kerak bo'lardi. Lekin men o'shangacha eshitardim. Masalan grek tilida bo'lsin, yo arman tilida bo'lsin, yo ozarbayjon tilida bo'lsin, yo turk tilida bo'lsin, yo umuman fransuzmi, inglizcha tildami. Endi mayli ruscha, endi men o'zimni ikkinchi ona tilim desam ham bu mubolag'a bo'lmaydi. Chunki men bu tilda juda ham mukammal so'zlasha olaman, o'zimni fikrimni bayon qila olaman. Va bu tilda men o'zbek tilida yo o'sha o'zimizda buxorcha, tojik tilida qanaqa menda komfort, o'zimni yaxshi his qilsam, rus tilida men shunaqa o'zimni bayon qilib bilaman-da, o'sha yuragimni fikringizni ayta olasiz. Fikrimni bayon qilib olaman, bilaman. Lekin o'sha aytganimdek bo'ya o'zga millat qo'shig'ini o'sha aytib chiqish uchun men masalan ko'rona bir kunda so'zini yozib deb chiqib aytsam bo'lardi-ku, lekin meni boshqacha yondashuvim boshqachada, serios. Baribir ustozlardan o'rganganmiz. O'zingizga o'shani ep ko'rmaysiz. Shu uchun har bitta o'sha aytilgan qo'shiq yo o'sha necha yil avval masalan o'sha yuragimni qon qilib so'zini eshitib, yo o'sha paytda internet salgina nima edi, o'shani yozib eshitib avval o'zini qo'yardim, o'sha plus deydi, o'sha original versiyasida o'zi aytardi, masalan eshitardim, yozib olardim. Internetda bo'lsa internetdan olib o'zimizda o'sha Kirill alifbosida yozardim masalan. Keyin eshitardim 10 marta.
o'zi bilan ko'zimni olib borardim o'sha tekst o'sha so'zlar bilan olib borardim. Masalan bu kuplet, bu naqorot. Keyin o'zi bilan 10 martadan ziyod pas o'zim ham aytardim. Xato bo'lgan joyimda o'zim bilardim. Ko'z olib boryapman-ku shu tekstda. To'xtatib, yana orqa qilib, yana boshdan. Keyin minusi bilan o'zim aytardim. O'zimni zaps qilib keyin yana eshitardim, plyusini qo'yardim. Shunaqa ish qilib bu целый anaqa nimada tarixda bu istoriya. Endi kunida 10 ta 20 ta qo'shiq chiqyapti-yu, bolalar bunga ulgurmayapti-yu, buni eshitib ertaga studiyada yozib 3-kun kuylayapti-da. Ha, shunaqa bo'lyapti-ku. O'shani deyman-da. Hozir o'zi aytayapsiz-da, qanaqa jarayonlardan o'tadi u narsa. O'ziga tayyor bo'lib, u yerini bo'lib, keyin o'zi shunaqa jarayondan o'tilishi kerak-da. Har bir o'sha bosiladigan qadam, bosiladigan yo'l, shu yo'ldan agar o'tsa, qiynalib. Masalan, hozir qanaqa bo'lyapti? Studiyada boradi, ovozini zaps qiladi. Yo'q, hozir studiyaga borish ham shart bo'lmay qolyapti-da. Uyda o'sha kompyuterda o'sha искусственный intellekt deydi. Shu ovozini borib studiyada zaps qiladi. O'sha original nimani oladi. Masalan, qaysidir nomi chiqqan hozir kunda hit. Hozir hitlar ham 2 kunlik bo'lyapti-ku. Tushida. Ha, 2 kun, 3-kunga u hitni уже yana boshqasi chiqyapti, unisi unutilyapti-da. O'shani ovozini qo'yadi, o'zini ovozini. O'sha qanaqadir generatsiyami nima qiladi? 1,5 soat 40 minutda taxlab ovozini qilib beradi. O'sha nolalari, nimalari o'sha originallik qoladi-yu, o'sha baribir ichki o'sha qanaqa yurak bilan aytgan nola, masalan, hissiyot har bir insonning o'ziga yarasha qobiliyati bor-ku. Qiynalib o'sha bosilgan yo'l mevasini ham yaxshi beradi-da. Xullas, shunaqa do'stlar, assalomu alaykum salomlashib olaylik. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar, aziz YouTube kuzatuvchilari, YouTube kuzatuvchilari, Sherali Xudoyorovni followerlari, meni ham mabodo bir 4-5 ta muxlislarim bo'lsa, sizlarga ham alangali salom. Xush kelibsizlar bizning efirimizga, bugungi podkastimizga. Shunaqa, podkastimizni Rossiya restoranlaridan Ovoz O'zbekiston sahnasigacha deb nomladik. Ilhom Po'latovning hali aytilmagan hikoyasi deb nom oldik. nom berdik, mana shunga qarshi emasmizlar. Xullas, Ilhom Po'latov shunchaki ovoz loyihasiga chiqib qolmadi. Shunchaki ko'zga ko'rinmadi. Uni tarixi bor, yaxshigina tarixi bor. Men bu tarixdan qisman xabardorman, qisman. Bugun Xudo xolasa birgalikda bir boshdan mana shu insonni bosib o'tgan hayot yo'lini birgalikda kuzatamiz va albatta o'zingizga o'rnak chiqarish uchun yetarlicha ma'lumotga ega bo'lasiz degan umiddamiz. Bunga shak shubhamiz yo'q. Ilhom aka, xush kelibsiz aka. Rahmat. Kayfiyat zo'rmi? Va nihoyat uchrashdik aka. Rahmat Sheralijon, men ko'rishib turgandan g'oyatda xursandman. Taklif uchun rahmat. Men har bir sana aytgan takliflaringga hamisha xo'p deb javob beraman, chunki seni bir yaxshi tvorческий qanaqa nima deydi uni? Ijodiy ijod qiladigan inson sifatida avvalambor seni o'zingni yaxshi inson sifatida yaxshi ko'rib hurmat qilaman va ikkinchi o'rinda albatta seni o'sha izlanuvchiliging faqat bir belka в колесе deydi-ku, belka olmaxon bor-ku, olmaxon tinim orom olmaydi-da. Shu bir narsani qilib yurasan, hammasi men o'zim uchun faqat men bir yangilik, seni bir yangi qirrang, yangi tomondan men uchun ochilasan-da. Iloyim seni shu boshlayotgan o'sha O'zbekiston san'ati ravnaqi yo'lida, bizani qolaversa Buxoromiz san'ati ravnaqi yo'lida qilayotgan sa'y harakatlaringda senga hamisha Alloh madadkor bo'lsin, yuzing hamisha yorug' bo'lsin. Biza hamisha seni xizmatingda. Boringizga shukr aka. Boringizga shukr. Taklif uchun katta rahmat. Akalarim sizga o'xshagan akalarim shu qo'llab-quvvatlab turishsa, Xudo xolasa chiqamiz aka, chiqamiz. Nima uchun Toshkentda bo'lar ekan yoki boshqa viloyatlarda bo'lar ekan, u Buxoroda bo'lmas ekan aka. Qilamiz inshaalloh. Albatta. Nafaqat Buxoro, butun respublika bo'ylab Xudo xolasa bu proyektimda shunaqa mo'ljal bor. Nasib bo'lsa niyatlaringga yetgin. Iloyim seni o'sha ijtimoiy tarmoqlarda, Facebook, YouTube, Instagramda
qanaqa desam o'sha cho'lda suvsiz qolgandan keyin suvni axtarib bir tashna yuradigan o'sha qani Sherali Xudoyorov yana nima yangilik qilyapti deb o'sha kutib turadigan followlaring o'sha sani ijtimoiy tarmoqdagi o'sha kuzatuvchilaring soni iloyim oshsin. Rahmat aka. Yaxshi proyektlar tilaymiz senga. Omad yor bo'lsin hamisha. Rahmat akajon, rahmat. Ilhom Po'latovni biz Ovoz O'zbekiston orqali yanada yaqinroq tanidik, butun respublika tanidi, lekin ungacha bo'lgan jarayonlar haqida to'xtalmoqchi edik. Umuman musiqa, umuman bolaligi Ilhom Po'latovni qanaqa bo'lgan? Bog'cha boradigan paytlarimda o'sha stulchalar bo'lardi, bir qanaqadir miniaturning anaqa kichkina asboblar bo'lardi, anaqa musiqa asboblari. Doira, qanaqadir shiqildoqlar, o'shani chalib yurardim-da. Keyin shuni payqagan mani ota-onam o'sha talantim borligini, shu partalarni ham, stulchalarni ham taqar qilib chalib o'tirardim. Endi o'sha aqlimni olgan paytimdan beri men bilamanki, shu musiqaga bo'lgan ishtiyoqim endi baribir Xudo tomonidan berilgan. O'sha 90-yil 3-sinf bo'lganman. 90-yilda o'sha 3-sonli bolalar musiqa san'at maktabiga olib borib berishgan. Doiraga kirmoqchi edim. Doiraga juda ham qiziqardim o'sha yoshligimda. Sal kech qolib borganimiz tufaylimi, doira sinfi to'lgani uchun rubob sinfiga rahmatli dadam rubob sinfiga topshirgan edilar. Ustozim Boris Yakubov edilar. Musiqa san'at maktabi tugatgandan keyin 95-yil, 97-yil Muxtor Ashrafiy nomidagi musiqa bilim yurti. Musiqa bilim yurtiga olib borib anaqa qilishdi. Men kirdim. U yoqqa tanbur sinfi bo'yicha qabul qilindim. Chunki o'sha tanbur sinfiga menimcha kam bo'lgan, o'sha kiradigan nima, o'sha o'quvchilar o'sha u yoqda o'sha jerebyovka bo'ladi-yu, qaysi nimaga olamiz. Kimdir masalan changga olinadi, kimdir utga. Men Xudoga shukr tanbur sinfiga qabul qildim. Bu yerda ustozim Obid aka Temirov qo'llarida 4 yil tahsil oldim. Tanbur sinfi bo'yicha u kishidan sir asrorlarni o'rgandim. Tanbur o'zimizni eng ko'hna musiqa asboblarimizdan biri. Xudo rahmat qilsin, Shodi Ostonovich u kishidan va do'stim men bilan birga o'qigan, hozirgi kunda Toshkentda ijod qilayotgan O'lmas Rasulov rahmatli farzandlarim O'ktam aka. O'ktam Rasulov. O'lmas Rasulov rahmatli ustozimiz farzandlari, jigar go'shalari, meni qadrdon do'stim, tambur, sato butun qo'lida jaranglaydi. Gapiradi, prosta gapiradi tambur bilan sato. Va o'sha 2001 tugatdik. O'sha Muxtor Ashrafiy nomidagi musiqa san'at bilim yurtini. Demak, siz tamburchisiz. Men ham rubobchi, ham doiraga ham qiziqishim juda ham haligacha baland va tambur ham Men biror marta ko'rmaganman siz chalganingizni. Endi men o'zim aslida maqomchi. O'sha musiqa san'at Muxtor Ashrafiy nomidagi musiqa san'at bilim yurtida men aytish esimdan chiqibdi. An'anaviy ijro bo'limiga qabul qilindim. U yoqda an'anaviy xonanda bor edi va an'anaviy ijro. Biz an'anaviy ijro o'sha bo'limiga qabul qilindik. 4 yil ishda tahsil oldik va parallel ravishda ustozlarimizdan o'sha xonandalik sirlarini rahmatli ustozimiz rahmatli Inoyatov ustozimiz yaqinda dunyodan o'tdilar, joylari jannatda bo'lsin. Eshpolat Ortiqov ustozimiz umrlari uzoq bo'lsin. Ana Mavluda Samandarov ustozimizdan o'sha xonandalik sirlarini o'sha bir borib biz shogird o'tirmagan biz, chunki bizani yo'nalishimiz tambur bo'lganligi sabab o'sha darslardan bo'sh paytimizda borardik sinfdan tayda. Endi shu o'sha paytda endi talabalar shunaqa edi-da. Hozir endi bilmadim qanaqa bo'lgan. Biz endi shunaqa edik. Bilimga tashna edik. 2001-yilda tugatdik, Xudoga shukr. Siz bilan birga tahsil olgan o'sha davrdagi bolalarni hozir O'ktam akani aytib o'tdingiz, yana bormi? Rustam Tag'iyqulov, doirachi.
Mandaqa jingala do'stim. Ismatilla Zoda. To'g'ri eshitdimmi? Kogon. Da. Ali Arqin akamda, ali nimada Sarbonda chalardi. Da, Sarbonda, Yulduz Turdiyevada chaldi. Da. Ana o'zimni eng yaxshi ko'radigan jo'ralarimdan Nodirbek Toshev. Qonunchi. Juda ham yaxshi inson. Hozirgi o'sha konservatoriyada o'qigan paytlari menimcha Rustam Mahmudovga shogird tushgan bu o'sha aranjirovka, o'sha bir bastakorlik nimalari bo'yicha o'z Buxoromizda eng oldi o'sha bastakorlardan biri. Shunday. Keyin Akmal Hamroyev, dovulchi. Dovul do'yra qo'lida yangraydi, sayraydi prosta. Yana endi jo'ralarim ko'p, Erkin Ortiqov, Jo'rabek Qo'shayev birga o'qiganmiz. Bobur Shoh Nurlayev akamiz, Ulug'bek Umarov hozirgi kunda o'sha Rossiyada Krasnodarda o'sha restoranlarda ijod qilib yuribdilar. Oilaviy o'sha safarda Ulug'bek aka Buxorodan salom. Ko'rayotgan bo'lsangiz. Shamsiddin Giyasov. Kim shu? Skripkani prosta gapirtiradigan jo'ramda. Buxorodan kishi O'zbekistondami yo? Buxoroda, u ham ancha yil Krasnodar, Sochida o'sha gastrol ijodiy safarda bo'ldi. O'sha armiyanlar, greklar bilan, ozarbayjonlar bilan o'sha restoranlarda ijod qilib. Hozirgi kunda Buxoroda men juda ham yaxshi ko'raman shu jo'ralarimni, chunki hozir endi bir qaysidir jo'ram esimdan chiqib qolgan bo'lsa, uzr so'rayman. Endi hammalarini aytib o'tiraman desam, vaqtimiz yetmasligi mumkin. Lekin hammalarini men hurmat qilib yaxshi ko'raman. Baxtimga hamisha sog' bo'lsin hammasi. Aka, shu sochingiz har doim temada-da. Soch endi bu soch temada emas, soch bu anaqa tashrif qog'ozga aylandi menga. Endi men o'zingiz xabaringiz bor-ku, o'sha 2001-yil tugatdik dedim. Sal to'g'risini aytsam, oilaviy sharoit salgina yaxshi emasdi o'sha paytda. Nechta farzandsizlar? Biza 4 ta farzand. Men va mendan keyin singlim bor. Feruza Bono hozirgi kunda vrach, akusher, ginekolog bo'lib xalqimizga xizmat qilib kelyapti beminnat ancha yildan beri. Va undan keyin yana 2 ta ukam bor, Shuhrat, Farruh endi Farruhni ham hamma taniydi. Hozirgi kunda Farruh Sheyx taxallusi bilan menga havas qilib, men o'zi shu Sheyx, Ilhom Sheyx nimaga Ilhom Sheyx deb ko'p kishi savol berardi. Endi biz o'sha yoshligimizda salgina temadan chetlanamiz hozir. Yo'q, bemalol. O'sha Alisher Xatamov ustozimiz borlar. O'sha paytda Alisher Shayx guruhi, Alisher Xatamov Shayx guruhi deb Moskvadan kelgan paytlari, o'sha Moskvaga borgan paytlari ijodiy safar bilan o'sha har xil ashulalar, o'sha bizaga notanish bo'lgan g'arb ashulalarini o'sha nimalarda restoranlardan zapis qilib bizaga zapislari kelardi-da. O'sha paytda eshitardik. Bu inson Alisher aka menga qanaqadir ma'noda g'oyibona ustozda. Men u kishiga ham o'zlariga ham aytganman, siz meni ustozim, men sizni shunaqa deb tan olganman degan paytim, Ilhomjon, menda tu hech yodnadagi, что menda tu ustoz. Men eshitib sizni shu rus aytadigan, shu yevropeyskiy aytadigan yo'nalishga kirganman. Hozirgi kunda o'sha Moskva shahrida istiqomat qiladilar, ba'zida kelib ketadilar. Ilohim umrlari ziyoda bo'lsin. Ilohim, albatta. Nima edi? Yana nimamiz? Farzand aka-ukalar haqida gapiryapmiz. Farruh ham hozirgi kunda Sheyx taxallusi bilan ular ham xizmat qilib kelyapti. Biza 4 ta farzand, salgina o'sha paytda o'sha endi baribir bo'ladi-ku har bir oilada, endi bir qanaqadir biza chiroyli gapirmasak ham hayot o'nqir-cho'nqirlardan iboratda. Baribir o'sha paytda men 2001-yil tugataman. O'sha onajonim tushkunlikka tushib turgan paytlari men aytdim, turing. Men qaysi shaharga borsangiz, qaysi Rossiyani qaysi davlatiga borsangiz, men siz bilan. Faqat siz o'ksinmang, faqat siz tushkunlikka tushmang, hammasi yaxshi bo'ladi deb turib borganmiz. O'sha Rossiyaga, Moskva shahriga. O'sha yerda salgina savdo bilan shug'ullanib, keyin 1 yil o'tgandan keyin baribir men bu yoqda shkolani tugatdim. O'sha musiqa bolalar musiqa maktabini tortyapti-da. Uchilishini tugatdim, o'sha san'at bilim yurtini tugatdim. Menda endi bolaligimdan
musiqa qaynab yotibdi-da qonimda. Baqar. Keyin 1 yil cho'ta qarasam bu meniki emasdi savdo. Keyin sekin o'sha restoran, kafelarni axtarishni boshladim. Reklamalarni ko'rdim, bordim. O'sha eshitish nimasiga, prostitution deydi. Eshitib ko'radi ular. O'sha yerda keyin restorandan boshlandi ijodiy hayot. Birinchi restoranni eslay olasizmi? Qaysi shaharda? Birinchi restoran Omsk shahrida bo'lgan, Sibir. O'sha ota-bobolarimizni bizani surgun qilishgan-ku. Siz borgansiz. Biz endi o'zimiz oyog'imiz bilan borganmiz-da. Tarixda o'qigan paytlarimiz o'sha paytda men o'zi maktabda Oxun Boboyev nomidagi 6-son maktabda o'qiganman. O'sha paytda shu fanlarni ham yaxshi ko'rardim. O'sha surgun qilgan ota-bobolarimizni o'sha paytdagi o'sha davrlarda, lekin aytgandaqida bor ekanda, shunaqa sovuq qishda. Necha gradus bo'lardi maksimum? Endi maksimum shu 35-40 bo'lardi. Lekin u yoqda sovuqlari sal qanaqadir bizani sovug'imizdan ko'ra yengilroq o'tardi-da. Chunki qor bor, namlik bor, bizada salgina quruq sovuq. Bizaga qorsiz quruq sovuq-ku, quruq sovuq. Masalan 10 gradus bo'lsa, 30 gradusdan ham balandroqda endi u yoqda 30 gradus bilan unaqa. Omskda ko'rayotganlar salom sizlarga. Assalomu alaykum. Ish qilib shunaqa Sheralijon. Restoran nomi nima edi? Restoran. Birinchi restoran ishlaganim hali kechagidek esimda Komandor deb nomlanardi, Komandor. Hozir ham bormi? Endi ham bo'lsa kerak. Men ancha yil bo'ldim kelganimga. Xudoga shukr hozir o'zimizda O'zbekistonda, o'zimizda Buxoroda, kam bo'lsa ham o'zimizda. U yoqda qancha pul to'lashardi Komandorda? Komandordami? Endi bu men hozir aytishim, hozir men aytaman nechinchi yillar, 2002-yillarmi, 2003-yillarmi. O'sha paytda menimcha 500 rubl berishardimi? Shu chiqish zavq dollarga hisoblaganda oyda $1000 ishlarmidingiz? Ko'proqmi? O'sha davrning kursi bilan. Endi o'sha paytda bilmadim. Demoqchi bo'lganim, hozir Rossiyada ishlab yurganlar shuncha pul topa oladimi? Kabakda ishlab. Yo'q, endi o'sha paytda boshqacha edi sal. Dollar kursi ham boshqacha edi. Pullari ham qurbi boshqacha edi Rossiyada. Yo'q, yomon emasdi. Endi baribir ham o'sha paytda o'sha Komandorda salgina ishladim. O'sha rusiy zabonda ashulam unchalik ham endi men baribir O'zbekistondan borganman. Aksent bor. Yo'q, aksent ham endi kam, lekin ashula kamligi sabab men qanaqadir vijdonim oldida sal qiynaldim. O'sha yerda bir 4 ta ashulam bor, har kun kelib shu ashulani aytib pul olyapman. Keyin salgina bir qanaqadir oddiyroq kafega menimcha borib joylashdim. Yo'q, borib o'zim joylashdim. Xo'p. Chunki u yoqda menda o'sha shkola, o'sha maktab, o'sha kabakni shkolasi o'sishni boshladi-da, repertuar nuqtai nazaridan. O'sha 1000 xil endi kabakda, o'sha restoranda pul ishlash uchun qanaqa ko'p ashula bilish kerak. Endi meni tushunadigan, o'zi ko'rayotgan o'sha restoranda shunaqa azob bilan xizmat qiladigan o'sha meni hamkasblarim, kasbdoshlarim tushunishi mumkin-da bu ish o'sha qanaqa mushkul ekanligini. Lekin yillar o'tib, Xudoga shukr hozir o'sha rus tilida juda ham mukammal gaplasha olaman va undan-da mukammal. Endi mayli maqtanishga kirmasin bu. Menga endi aytiladigan o'sha ta'riflardan kelib chiqqan holda men ayta olamanki, men ishimni to'g'ri qilyapman. O'sha paytda o'zlashtirish menda yaxshi bo'lganda. Kabakda ishingiz nechidan nechigacha bo'lgan? Davom turami? Yo, oxirgi klientgachami? Yo'q, ertalabgacha emas, davom turamiz. Ya endi shu 2-3 gacha bo'lsa kerak-da. Endi ertalab desak ham bo'ladi buni. Shu oxirgi klientgacha. Oxirgi klientgacha ishlardik. Ovqatlar yaxshi edi, joyi ham yaxshi edi. Endi biza meni ham sherigim bor edi, o'sha Mesniy, o'sha Omskda Seryoga degan meni jo'ram. U rus tili nimasida aytardi ko'proq, lekin men o'sha yonida tursam ham qulog'im faqat zapisda ishlardi-da.
eshitardim qanaqa aytyapti, qaysi ashlarni aytyapti, qaysi ashlarga zakaz bo'lyapti, qaysi ashlar bilan o'sha kelgan masalan mehmonlarning yuragini topib bilish mumkin. O'shalarni o'zim ham parallel ravishda o'zlashtirib bordim. Yillar mobaynida bu keladigan anaqa nima ekanda. O'sha paytda dastlabki paytda boshlagan paytlaringizda qaysi qo'shiqni zo'r maromiga yetkazib ijro etgansiz-u, hattoki o'sha xo'randalar ham ovqatini to'xtatib sizni eshitishgan va olqishlashgan. Qaysi qo'shiq? Qaysi? Yorib qo'ydi degan joy. Yo'q, endi o'sha kelgan mehmonlar o'zimni tilimda so'rashardi-da. Спой, пожалуйста, свою песню на родном языке derdi-da. O'zimizni o'zbek o'sha qo'shiqlardan keyin aytib berardim. Qaysi qo'shiqlarni? Endi baribir qaysi tilda masalan bo'lishidan qat'iy nazar, qaysi tilda aytilishidan qat'iy nazar, o'sha asar yurakdan aytilsa, u millat farqi yo'q. Rusmu masalan, amerikalik masalan tezda quloqqa yetib boradi. Angliychani yurakka yetib borar ekanda. Men endi o'sha payt so'ragan paytlari rahmatli ustoz Muhriddin Xoliqov repertuarlaridan aytardim. O'sha yonimda qol, qalbimda sen go'zalim, yonimda qol, yolg'iz suyganim shu aytardim. Trenddagi qo'shiqlar, o'sha davrning qo'shiqlari. Вообще bomba. Hozirgacha shu qo'shiqlar o'lmas qo'shiq, o'lmas asarlarda. Mana shu restoranda kuylash sizni qanaqa qilib o'zgartirgan? Endi ko'p til bilishingiz shundanmi? Ko'p til bilishim ham shundan. Chunki avtomatik ravishda o'sha armanlar bilan men ko'p ish qildim. Ular menga ko'p yil mobaynida yordam berishdi. Meni qanaqadir talaffuzlarim, произношение deydi-ku, o'sha talaffuz, har bitta harf, har bitta so'z, har bitta gapni ustiga men bilan ishlashdi ular. Zo'r. Bir shashlik pishiradigan jo'ram bor edi, shashlik pishiradigan Arut degan Armanistonlik, o'sha armanlarning kafesida ish qilgan paytimda Buxorodan toza borganman. O'sha jan bales o'sha ashulalarni aytardim. So'zlari endi xato-xatoda. Biz endi Buxoroda o'sha paytda magnitofon bo'lardi-da. Hozirqa disk yo fleshka yo kompyuterlar yo'q edi. O'sha magnitofon, o'sha Kriterinik degan bozor bo'lardi bizada. O'sha zvukazapslardan bo'lib kasetalarni olib, eshitmasak yana chaqqa bosardik, yana orqa qilardik. O'sha eshitganimizni yozib olardik. Endi xato-xato bilmaymiz-ku endi u tilni. O'sha paytda bizaga o'sha Arman jo'ram yordam berib, hozirgi kunda umuman ko'p tillar, o'sha grek tilida, Ozarbayjon tilida, Xitoy tilida ham qo'shiq ayta olasiz? Xitoy tilida ham bitta qo'shiq rostini aytsam o'sha paytda o'rgangandik. U ham o'sha Xitoy do'stlarimiz talabi bilan o'sha to'ylarda biza bir qanaqadir mandan chiqdimi nima menimcha. Endi meni bir qanaqadir opitim bor-ku bu ishda. Masalan boshqa millat vakillari qo'shiqlarini masalan qo'yilib, masalan o'sha dastoyni, o'sha kerakli, hayratda qoladigan darajada men olib chiqardim-da sahnaga. Masalan bitta qo'shiq bo'lsa ham o'sha grek tilidami yo bo'lmasam arman tilidami yo rus tilida bo'lsa-ku umuman kecha kunduz uxlamasdan masalan o'shani ustida o'tirardim-da bosh qotirib. Endi bu tillar turk tilida masalan arab tilidami masalan bu tillarni masalan tushunmaydi desangiz, masalan Rossiya ko'p millatli xalq-ku. Masalan kelib o'tirardi. Bu armancha aytasiz, masalan har qanaqa tillarda masalan aytardim. Shunga qarasam o'sha Armanistonlik masalan mehmonlar kelib masalan qistirishardi. Rahmat deb, "Ты откуда, брат?" Men aytardim, "Я с O'zbekiston, из города Buxoro." Ular ishonmasdi. Buni qarang, shunaqa darajada mukammal asarni ayta bilish kerakki, qanaqa bu darajada ayta bilish kerakki, xuddi o'zini ona tilidek. O'zini o'sha shevasiday, o'zini eshitib yurgan. Menga hattoki o'sha armanlar, men bitta o'sha armanlarni masalan misol keltiryapman. Aytardiki, "Sen bizani tilda bizadan ham, bizani o'sha aytadigan qo'shiqchilardan ham zo'r aytayapsan sen. Sen nima deyapsan, men tushunyapman." Bu
qanaqa bu necha kecha necha kunduz bunga bu bag'ishlanishi kerakki, shunaqa ta'rif, shunaqa bir shunaqa otziv eshitish qanaqa bir maroqli-da bu. To'g'ri. O'sha men uchun. Men o'ylaymanki, любой san'atkor, любой xonanda uchun bu eng shu baxtni menimcha yuksak cho'qqisi bo'lsa kerak-da. Hozir aytyapsiz-ku, ko'z oldimga Ruslan Fayziyev kelyapti. Rahmat. Ruslan Fayziyev ham hozirgi kunda shu yo'nalishni mukammal, men masalan Rossiyada qilgan bo'lsam, shu ishni bu Buxoroda yedirib bilyapti-da endi. O'sha joydorcha qilib aytadigan bo'lsak agar, odamlar bizada salgina Buxoro to'ylari bir qanaqadir ko'p foizi o'sha Buxorocha mavrigi endi mayli aytiladi-yu, lekin ko'proq o'sha doira raqsi, o'sha bir qanaqadir dovul raqsi, shunaqalardan ko'proq iboratda. Masalan, insonlar bizaga bir qanaqadir betoqat shu ma'noda. Masalan, harakat qilamiz, lekin Rustam bu ma'noda juda ham qanaqa desam, молодец просто. Shuni olib kirdi, yediryapti, xalq eshityapti, xalq shu uchun chaqiryapti. Turk estradasimi, Arman estradasimi, Ozarbayjon estradasimi, bir yana qanaqadir yo'nalishlar, rus tilida ham aytyapti kam-kam. O'zimizni Buxorocha mavrigi tilida ham aytyapti. Ishlariga omad tilayman, fursatdan foydalanaman. Aykoni shaxsan o'zlarining e'tiroflari ham meni hayratlantirganda. Borudi. Endi ko'mirida u endi o'zini yaxshi ko'rgan, o'sha intilgan, o'sha ijodkor bo'lganligi sabab o'sha Yerevanga borib, o'zimizni o'zbekona Buxorodan olib borilgan zar choponlarni kiygizib, endi bir qanaqadir ta'riflarni eshitib u tomondan, ular ham masalan buni san'atini eshitadi, armanlar ham. Endi hozir hamma yo'q shunaqa ijtimoiy tarmoq bo'lib ketdi-ku, Instagram bitta podpisatsiya qilib, o'sha obuna bo'lish tugmasini bosib, masalan Amerikada turgan odamni ham kuzatib o'tirish mumkin-da, qanaqa ijodkormi yo qanaqadir blogermi, qanaqadir yo furachimi, kamaschimi, masalan yo bir qanaqadir food blogermi, masalan. Ma'lumot topish qiyin emas. Ma'lumot topish qiyin emas o'sha uchun. Aka, nechta tilni bilasiz? Nechta tilda qo'shiq ayta olasiz, aniqrog'i? Endi men nechta tilda bilishimni ham aytishim mumkin. Endi o'sha tug'ilganimdan beri avtomatik ravishda o'sha o'zbekcha, tojikcha, keyin o'zlashtirilgan tillardan ruscha, ingliz tilida ham salgina gapiraman, arab tilida ham, Ozarbayjon tilida, turk tilida, yana qanaqa tilda desam, fransuzcha tilda. Parlez-vous français? Вы знаете по-французски? Le thé bon? Чай будете? Bonjour. Bonjour, это bonjour, madame, bonjour. Bonjour. Ish qilib Aloqadamiz. Ingliz tilida yaxshi ko'raman gapirishni. Endi aytadigan tillarim menimcha undan ziyod bo'lsa kerak. Buxoroda tug'ilish baxt, aka. Ana shuncha tilni bila olishimiz deyman-da, chunki tabiiyki turistlarimiz, sayyohlarimiz bor. Shu narsaga ehtiyoj bor deyman-da. O'rganishga, til o'rganishga. Meni xorij tillarini bilishimni yana bitta asosiy sabab bor-da. Eskishahardan bo'lganingizmi? O'sha Eskishaharni yuragida tolganda men, в самом сердце старого города. Kindigidan deydi-ku. Kindigi. O'sha Eskishahar, Labi hovuz, Minorai Kalon, 2-3 kompil, endi u tomonlar endi bebaho bizani o'sha qanaqa desam, ota bobolarimizdan asrdan asrga ko'chib kelayotgan bizani qanaqadir bir bitmas tuganmas boyliklarimiz-ku yerlar. Shunday. O'sha yerda tug'ilganligim menimcha sabab, chunki yoshligim o'sha Labi hovuzda o'tgan. Dadam rahmatli Labi hovuzda choyxonada ishlardilar, choyxonachi bo'lib. Choyxonachi, choyxo'riga girgir parvona bo'lsa, girgir parvona bo'lsa. O'sha yerda endi turistlar bilan maktabda ham men yaxshi o'qirdim-da. O'rta maktabda ham yaxshi o'qirdim. Ingliz tilini juda ham yaxshi ko'rardim. Baholarim hammasi 5 edi. Menimcha o'sha maktab attestatida ham xorijiy til shu ingliz tilidan menimcha 5 bahom. Qaysidir fanlardan bir 4,
bir qanaqadir qoniqarli uchlar ham bor, bitta ikkita. Lekin shu musiqa, matematika, ingliz tili, tarix, rus tili bular 5ligini aniq bilaman. Nechta tilda qo'shiq ayta olishingizni aytmadingiz. Sanab o'tamizmi? Hay, sanaymiz. Sanang. Rus tili tabiiy. Tak, rus tili, tak, o'zbek, tojik tili bilan ham sanaymizmi? Arman tili, Ozarbayjon tili, turk tili, arab tili, fransuz tili, ingliz tili, italyan tili, hindcha, tak, grek tili, yana qaysi? Fransuz, sanadik. Fransuz sanadik. Endi 12 ta ekan. Yana menimcha qaysidir Xitoy tili 13 ta. Yana qaysi til? Agar grekchada bitta qo'shiq ayting, xirgoyi qiling. Men rever qo'shaman. Endi bu uchun menimcha bitta tekst kerak edi-da. Qaysi qo'shiq grekcha eslay olasizmi? Eslay olaman. Sabatu degan qo'shiq bor edi. Endi bu o'sha Rossiyada ishlab yurgan paytim restoranlarda eng so'raladigan qo'shiqlar edi-da. O'shalardan bittasi edi. Shu uchun faqat shu bitta. Ya'ni bir ikkita uchta bor. Endi asosiy aytiladigan, asosiy yodda qoladigan, yodda qolgan o'sha ayta oladigan shu men qo'shiqdan shu men ancha pul ishlaganman deya oladigan qo'shig'im bitta. Sabatu degan qo'shiq bor. Cafe Brado Sabatu Day tabatu o'zim tekst bo'lganda men aytib berardim-da. Oba. Ana shu qo'shiq grekcha qo'shiq. Grek tilida. Juda ham bir Xitoychani esladingchi? Georgis Mazonakismi kimdir aytganda. Muallif o'sha. Xitoy tilida endi Pangyo degan qo'shiq bor. Pangyo Jera do'st deganda. O'shani Xitoylar yordamida men yana takrorlab aytaman, o'sha arman tilida qanaqa qilgan bo'lsak, bu tilda ham ular aytib turardi, har bitta o'sha harfini nimasini o'zimizni kiril alifbosida, o'zbek tilida o, e o'sha nimalarni qo'shib men aytardim-da o'sha paytda. Eslating o'sha qo'shiqni. Shunchaki qiziqyapman, qanaqa chiqargan sizni? Endi bir mayli. Ikki misrasi yodimda-da, to'g'risini aytsam. O'sha to'yda bir marta aytilgan, lekin baribir o'sha mukammal o'sha qog'oz bilan bo'lsa ham aytilganda endi hisobda o'sha ham baribir. Ha, albatta. Pangyo ni kosin chiravo ju koni ching chong chong pu sin ching ni likaivo. Wow. Do'stlar, bu Xitoy tilidagi qo'shiq edi. Ilhom Po'latov, Ilhom Shayx janoblaridan. Rahmat. Bu ustalshi ham zo'r ekanda. Gapiraversangiz Alloh aytaverar ekan. Qo'yil degan ekan. Necha yil bo'lgan bu qo'shiqni aytganingizga? Eslab qolgan ekansiz. Chunki ko'p takrorlanganda bu. Bu 15 yildan ortdi menimcha. Hozir 26-yil bo'lsa, shu 2006-yilda edi. 20 yil. Wow. O'sha 20 yildan oldin bir marta aytganda men shu qo'shiqni o'sha to'yda, Xitoy do'stlarimizning to'yida, o'sha uylangan paytida, o'sha Rossiyada, Moskvada 30 kishi, 40 kishimi, 50 kishimi shunaqa to'y qilar ekanda ular. Bizani Xudoga shukr, o'zbek mehmondo'st xalqimizda kami 300, 400, 500, endi hozir kami 300 bo'lib qoldi-ku. Avval kami 500 edi-ku. Esizdami? Shunday. 1000 kishigacha. Shunday. Haligacha masalan o'zimizni shu chekkan rayonlarda, tumanlarda, qishloqlarda o'sha yerga agar nakrat qilishsa, stol qilib, hozir yana o'shalar qaytyapti. Ekan. Lekin bu yomon. Ya endi men shunaqa deb o'ylayman. Yani bilmadim, ortiqcha qanaqadir isofgarchilikmi? Shunda. Ya endi bu menimcha bizani qanaqa bir mehmon do'st xalq ekanimizdan yana bir dalolatda, chunki o'sha payt karantin paytlarida ham bir qanaqadir anaqa qilishdi. Mehmonlar soni chegaralandi. Chegaralandi mehmonlar soni, masalan 30 kishi, 40 kishi, yo o'sha 50, 100 kishigacha undan ortiq qilinmasin degan paytda ham
endi u yoq bu yoq qilib odamlar baribir qilishdi-da to'y. O'sha 30 kishi bo'lgan paytda ham hech bo'lmasa 50-80 kishiga qilishdi-da. Endi baribir uni ushlab bo'lmaydi-da, bizning qonimizda bor mehmon Ha, bu do'stlik. gapingiz ham to'g'ri. Biza masalan nechta davlatlarda bo'lganmiz o'sha ijodiy safarda, o'sha Rossiyada, Moskvada masalan xizmat safarda bo'lgan bo'lsak ham, o'sha Yerevanda bo'lganmiz, bir qaysidir yana davlatlarda bo'lganmiz, lekin bizani mehmon do'stlik, bizadagi mehr oqibat, bir yegan non tuziga andisha dunyoni bironta yerda yo'q. Shunday. O'sha uchun har o'sha safarda bo'lgan paytimda har bir yilda bir kelinardi. Endi ishlangan pulga qaralardi. Endi bu sir emas-ku, hamma biladi. Sharoitdan kelib chiqib. Har kelganimda o'sha O'zbekistonimni o'sha aeroportdan tushgan paytimda shu yerini o'pardim-da. O'sha uchun men hozir o'zimni ona vatanim, O'zbekistonim, ona shahrim, ota shahrim, ota yurtim har bir ko'chasini, har bir o'sha necha asrlik qurilgan o'sha ansambllari, o'sha minorai kalonlari, masjid kalonlari, madrasalari, Miri arab madrasalari yo boshqa masalan qanaqa tarixiy obidalarimiz bor, hammasini shunaqa qadriga yetib yonidan o'tib ketaman. Endi baribir 18 yil, 20 yilga yaqin musofirchilikda bo'lish bu to'g'ri aka. Endi buni musofirchilikda yurganlar yo yurib kelganlarni ona vataniga qaytganlar biladi-da. O'sha uchun men shunaqa piyoda yurganimda ham o'sha kelgan paytim 19-yil menimcha keldimda men. O'zbekistonga qaytib keldim. Rahmatli dadam vafot qildilar 19-yil. Shu sabab bo'ldi. Hozirgi kunda o'sha onajonimni duolarini olib, yonlarida yuray. Baribir ota-ona g'animatda hammamizga. To'g'ri. O'sha payt kelgan paytlarim hamma aytardi-da, bitta mashina olib mazza qilib yurmaysanmi? Men seni u yoqda ko'rdim, piyoda yuribsan issiqda. Men seni bu yoqda ko'rdim, yuribsan issiqda, piyoda deb aytishardi-da. Men vaholanki shuncha yil yurib u yoqda shu kunlarni kutib, shu kunlarni sog'inib yashagan insondaman. Har bir o'sha eski shaharni ko'chasini bitta piyoda yurib haligacha xumorimdan chiqqanim yo'q. Endi hozirgi kunda, bugungi kunda mashina oldim. Bu yoq masalan bolalarni maktabga olib bor, bog'chasidan olgin, uni qil, u yoqqa bor, bu yoqqa bor, ish uylar. Masalan endi mashinada sal vaqtingiz tejaladi, tezroq anaqa qilasiz. Lekin o'sha kelgan paytimda Buxoroni u chetidan bu chetigacha piyoda yurganman. Shunaqa sog'inchdan ona vatan. Bu yerdagi masalan qadrdon jo'ralar, birga o'sgan masalan o'zimning qadrdon jo'ralarim, kursdoshlarim, sinfdoshlarim, masalan qadrdon ustozlar, hamkasblarimiz. Shularning sog'inchini baribir dunyoni hech qancha puli bosmarkanda joyini. O'sha uchun ham men hozir ham har kunimdan, har bir o'sha daqiqamdan bir lazzat olib yashayapman-da, chunki hammamiz ham baribir bu dunyoda g'animatda biza mehr qolur, muhabbat qolur. To'g'ri aka. Misol uchun men ham Moskvada bo'lgan paytimda, bir yilcha Moskvada bo'lganman. Tunni kun faqat rus tilidagi so'zlarni eshitardim. Tabiiyki munosabat va o'sha gaplashish faqat rus tilida bo'lardi. Sog'inardim ko'chada shu buxorcha, tojikcha gapirishlarini, qanaqa odamlar bir-biri bilan gaplashsa o'shani eshitib maza qiladigan joylarim ham bo'lardi. Vladivostok tomonlarida esa aka sal boshqacharoq. U yerda endi o'zimiz o'zbeklar ko'p. Nisbatan ko'p, bu tomonga nisbatan ko'p. Buxoroliklar ko'proq. To'g'ri. Buxoro, Vodiy, Samarqandliklar ham juda ko'p. O'sha YouTube'da ko'rgan bo'lsangiz, men videoni ham ko'rishlaringiz mumkin. Boya to'y mehmonlarning soni haqida to'xtalib o'tdingiz-ku. U yoqda ham ko'rdim. Jasur Muhammedov boruvdi. Konsert tashkillashtiruvdi. Konsert, nechta to'ylarda birga xizmatda edingizlar. Men 300 ta 400 odam yig'lardi aka o'sha yerda. Ko'rardim men sani ijodingni
necha yildan beri mana bitta muxlisda Sheralijon. bor izlash kerak. Instagramda ham, YouTube'da ham man YouTube'da menimcha Buxoroliklar edi, Buxoroliklar uni edi. o'zgartirdim. O'zBTVga o'zgartirdim. Endi sababi kengaytirish uchun bir yaxshi insonning maslahati, agar faqat buxoroliklar bo'lsa, odamlar o'sha buxoroliklar bilan cheklanib qoladi. Iloji boricha nafaqat Buxoro, bu yog'i agar sen katta auditoriya xohlasang, shu umumiy universal so'z tanlagan. Shunga o'zgartirdik. Lekin siz aytgandek buxoroliklar edi. O'zbekiston loyihasiga qaytaylik. Xo'sh. Qanaqa jarayonlar bo'ldi? Qanday qilib ko'rinib qoldingiz? Ozodbek Nazarbekovning komandalarga, jamoalarga qanday qilib tushib qoldingiz? Hozir bitta suv ichib olayman. Davay. Endi Ovoz O'zbekiston bu отдельно bu efir qilib отдельно выпуск qilsak arziydigan temada mavzu. Lekin mayli harakat qilaman qisqacha aytib berishga. Bu men uchun tasodif bo'ldi, lekin baribir tepadan bu taqdirga yozilgan narsada bu menimcha. Chunki o'sha Moskvada ijod safarida bo'lgan paytimda 2012-yil menimcha boshlandi bu. O'sha Golosmi? Rossiya o'sha bu Gollandiya proyekti bu o'zi. Biza masalan ana O'zbekiston o'sha 2024-yilda shu Gollandiyadan o'sha Ovoz franshizasini sotib oldi. Biza menimcha 86-mamlakat bo'ldik-da butun dunyo bo'yicha. 86-я страна по счету, которая приобрела франшизу этого проекта. И o'zimizda. Lekin bundan oldingi masalan tarixni aytib bermoqchiman. O'sha Moskvada ijod qilib yurgan paytimda adashmasam yo 2 yil yo 3 yil men o'sha ariza topshirganda men o'sha birinchi kanal o'sha pochtasiga. Keyin o'sha pochtadan menga xat kelardiki, "Спасибо, ваша заявка принята. Siz bilan bog'lanishadi, nimalar anaqa redaktorlar kuting tuda-suda" deb aytishgan, lekin biron kishi telefon qilmagan. Chunki endi Rossiyada faraz qiling 145 million aholidan qancha u proyektga xohlovchilar sonida. Regionalni o'tkazilmasi faqat Moskvada o'tkazilarmidi, shunda bitta joyda o'tkazilarmidi? U hammasi Moskvada, o'sha stolitsada bo'lardi, poytaxtda. Shu uchun men bir qaysidir ma'noda shu 2-3 yil zayavka berganimdan keyin, chaqirilmaganimdan keyin men qanaqadir ko'nglim qoldi shu narsadan. Sovugandi ko'nglimda. Keyin ana taqdir taqozosi bilan Xudoga shukr o'zimizda O'zbekiston shu franshizani sotib olib, Madaniyat vazirligi tomonidan shunaqa bir biza ijodkorlarga bir shunaqa shart-sharoitlar qilingani uchun katta rahmat deb qolaman. Fursatdan foydalanib Ozodbek Ahmadovich boshchilik butun shu Madaniyat vazirligi jamoasiga. Keyin bir kun restoranda, bir qaysi restoranda o'tirdim. Ish payti edi. Keyin qarasam Instagramda chiqib qoldi. Ovoz O'zbekiston falon casting boshlandi, u yoq bu yoq deb reklama ketayotibdi. Ha dedim, bitta kiraychi dedim, shu nimaga bot, anaqa Telegram botlari yo anaqa qaysi adresga jo'natish, o'sha nimalar, rezyume, полностью rasm, MP3, o'sha aytgan roligingiz 1 minutlik. Bir qaysidir yaxshi to'yda 1 minutlik aytgan roligim bor edi, video rolik. O'sha auch pardalarni olgan, o'sha Любовь похожая на сон, счастливым сделала мой дом, но вопреки законам сна, пускай не кончится она degan joy bor edi, o'sha rolik. Keyin aytdim, to'xtaqan dedim. U paytda prichoskam ham kaltaroq edi. O'sha Telegram botga tashadim. Podpisatsiya qildim. O'sha Ovoz O'zbekiston bot tuda-suda.
nomerimni yozdim, yoshimni yozdim, o'sha rolik jo'natdim. Bir necha kun o'tgandan keyin telefon bo'lyapti. Yana o'sha paytda bir qanaqadir oilaviy tadbirda, bayramda, o'sha zakazda bo'lganda men chaqirishgan endi o'zimni. O'tiribman endi o'sha paytda nima edi? Pauza edi. Aytib bo'ldim-ku, bir piyola choy ichib uzun qilib o'tirdim. Keyin telefon bo'ldi. Kechki payt edi-da. Qarasam bir qanaqadir krutoy nomer. Menga notanish nomer. 35 edimi, 53 edimi, 55 edimi. Keyin telefonni ko'taraman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz Po'latov Ilhommisiz? Ha. Siz nima anaqa ovoz proyektidan bezovta qilyapmiz. Siz nimadan o'tdingiz? Biz anaqa nimada castingdan. Sizni falon kun kutamiz. Toshkentda, Zo'r TV kanalida ichki casting bo'lib o'tadi. O'shanga tayyorlanib kelib, falon soatda bo'lishingiz iltimos qilamiz. Xo'p bo'ladi, rahmat dedim. Lekin ichim shunaqa yonyapti. O'zimga ishonmayapman, quloqlarimga ishonmayapman-da. Keyin meni hazilkash jo'ralarim ko'pdi, meni endi biladigan insonlar o'zimni ham qanaqa hazilkash insonligimni biladi, qanaqadir bir davrada bo'lsak endi men bilan zerikmasligingiz aniqda. Men aytdim, bironta jo'ram yo'q. Meni rozgirish qilyaptimi dedim. Men aytdim, telefonda gapirgan qiz shevasi ham Toshkentcha-ku dedim. Ha, mayli dedim. Значит, повезло мне dedim-da. Men aytmoqchi bo'lganimki, tasodif chiqdi, shuni jo'natdim. Men bilmagandim ham bu proyekt kelganini. O'sha Instagram, o'sha ijtimoiy tarmoqlar bor bo'lsin, bir qaysidir ma'noda foydaga ham ish qiladi-da. Masalan, befoyda o'tirsangiz, bir vaqtingizni bir 5 soat, 10 soatlab olishini agar befoyda ketgan umr vaqtni hisobga olmasak, lekin bir qanaqadir foydaga, qanaqadir bir o'zingizni bir ijodingizni rivojlantirish yo'lida agar masalan ishlatsangiz ham foydaga ishlashini men shu yerda bildim-da. Keyin bordik, o'sha kun aniqlandi, vaqti aniqlandi, bordik. Bir 3 oylik keyin deb anaqa qilib men borganman. Внутренний casting, ichki casting o'sha do televizioniyda. Keyin kirdim, qora pardalar, qop-qorong'i bir pavilyon o'sha Zo'r TVda. Bir ikkita svetlar yondirilgan, o'sha tepadan projektorlar. Sahnada endi o'sha eshituvchilar o'tiribdi. O'zbekiston xalq artisti Mansur Ganiyevich Tashmatov. Keyin o'sha ovoz loyihasini главный rejissyori Timur Salimov, menimcha familiyasi, yaxshi inson. Katta rahmat aytmoqchiman foydalanib shu fursatdan. Yana kimlardir o'tirdi, o'sha bir 3-4 kishi. Keyin Mansur Tashmatov bilan salomlashdim, o'sha qolgan jurilar bilan. Assalomu alaykum dedim. Men dedim Buxorodan keldim. Shunaqa asarlar tahlaganman. Keyin o'sha Frank Sinatrani Aziyag nigohat degan men aytadigan qo'shiq bor. Alisher Xatamov qo'shiqni aytuvdilar. Keyin men aytdim, shu Frank Sinatraning qo'shig'ini tojikcha zabonda men tahlab keldim. Maylimi aytsam? Давайте послушаем, пожалуйста, dedilar. Keyin shuni boshlab aytib berdim. Aziyag nigohat, devona gashtam girdi charog'at, parvona gashtam to ba kay suzam, dar ishq tu begu ba havoy khud dilam pur kardi atashi chashmam be tu shud zardi tabibi jonam خواهش دلم تویین و هاکذا. Mansur Ganiyevich shunaqa ayratda tojikcha gapirib ketdi. Shu tojik zabon ekanda, o'sha ham.
tashakkur ba shuma Ilhomjon, xush omaded. Wow. Ba proyekti ovoz xush omaded dedilar. Ustoz shuma tojik zabonmi? Ha, Ilhomjon shuma nazmi deb gapirib ketdilar. Men bilmagandim. Bo chimedoned dedilar-da. Ova. Estrada sho'xash chimedoned dedilar. Keyin xuddi buni qarangda bilganday Ozod Ahmadovichning komandasiga tushishimni bilganday Ozod akani repertuardan aytib berdim-da. Qaysi qo'shiq? Men seni yorim desam, yoningda yoring bor ekan, ko'ngling o'sha yorga zor ekan, nima qilaman ayt. Seni vafodor desam, ranjima vafo yo'q ekan, menda hech ko'ngling yo'q ekan, nima qilaman ayt deb shuni aytib berdim. Yana nimani bilasiz dedilar. Men aytdim, klassik qo'shiqlardan ham bilaman dedim. Sensan sevarim, xoh inonma deb aytib bersam bir 4-5 xil asar tiqilib berdim-da. Endi men yaxshi ko'raman-ku bu ishni. Mansur Ganich meni baxtimga u kishi ham mana endi mukammalroq versiyamda. Endi bizda Buxoroda Nishon aka borlar, Atamuradov ustozimiz, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Mansur Ganich ham shunaqa inglizcha deysizmi, fransuzcha, italyancha, любой tilda mukammal aytib bera oladigan insonda. Endi qanaqa baxtda qarang, shu har bir o'sha Xudodan bir ko'ngilni sof qilib, yurakni toza qilib masalan so'ralgan niyatlarga Xudo yetkazar ekanda, biza bilmagan holda g'oyibonada. Shunaqa hammasi Vaqt soati bilan. по полочкамda, uni bitta uyingizga sarpa saranjom qilasiz-ku. Masalan shu o'tirgan uyingiz hamma yo'q, masalan yuvilgan, taralgan, shu qarasangiz changi ham yo'q. Xudoni shunaqa bir bizga berilgan ne'matlar shu hammasi popolishgan, nima niyat qilsam hammasiga yetkazib kelyapti. Mashalloh. Rahmatimni aytdim. Keyin o'sha televizionni kastingga keyin o'sha bizga yo'llanma berildi. Undan keyin o'sha paytda aytishmar ekanda. Sen o'tding yo o'tmading deb aytmasganda ular endi. Shunaqa qonun qoidasi bor ekan nizomda. Keyin aytdim, men Buxoroga keldim. Aytdim, o'tdimmi, o'tmadimmi, biron kishi bir nima demadi ham. Keyin necha kundan keyin telefon qilishdi. Ilhom aka, siz anaqa nimadan kastingdan o'tdingiz. Ana endi birinchi anaqa slepiy прослушивание o'sha birinchi casting, birinchi turga sizga nima televizionni castingga nima qilamiz, taklif qilamiz deb nima qilishdi. Bordim. All Comfort baxtimizga sog' bo'lsin. O'sha paytda tez yurar Afrosiyobda bilet umuman yo'q. Aytgan paytda tez yetib borish kerak. Avtobuslar beman bu yoqdan borishi. O'sha paytda qancha edi? 140 ming edimi? Muhim bor har yarim soatda. Oyoqlashib to Buxorodan Toshkentga yetib borgancha endi 8 soat. Biroz og'izga osonda 8 soat deyish. Shunday endi borganlar biladi, qatnayotganlar biladi. Qanaqa azob. Lekin ishoning, bu bunaqa baxt, bunaqa azob yeyish uchun arziydigan azob bo'ldi-da. O'sha uchun birinchi kastingga keyin chiqish qildik. Siz avtobusdan tushyapsiz, to'g'ri Zo'r TVga borib sahnaga chiqyapsizmi shunda? Wow. Sahnaga boryapmiz. Endi u paytda o'sha birinchi turda oilaviy borish kerak edi-da. Ha, birinchi turga borishda Farruh Ukam bilan bordik. Farruh Ukam va ikkita farzandim. Men shunaqa ko'rdim. Syomkada ko'rdim. Chunki o'sha nima gruppa поддержки oila bo'lish kerak edi. Endi ayolimni olib bormadim. Ko'z qilmaslik uchun. Farzandim ikkita, ukam, 4 kishi bordik. Endi gruppa поддержки ular o'sha zakulisi deydi, sahna ortida o'sha akoshkadan ko'rgan Mirshakar bilan birga. Keyin chiqdim, o'sha menga aytishdiki, ana shu Aziyagni yo'qot qo'shig'ingizda aytasiz, Frank Sinatrani o'sha tojikcha tilda aytganingizda aytasiz. Men aytdim, undan yaxshi qo'shiqlarim bor-ku men dedim. Mani o'sha ovoz diapazon o'sha ko'rsatib bera oladigan. Mana o'sha potensial, o'sha mani возможностьlarimni o'sha baland pardada aytiladigan qo'shiqlarim bor-ku dedim. Yo'q dedi. Siz ana shuni aytasiz. O'sha rejissyor ham
va o'sha yerdagi nima hozir koordinator. savolim bor edi, nima uchun imенно o'sha aynan o'sha asar tanlangan deb. Ha, demak ular iltimos qilishgan bu narsani. Ularga yoqib qoldi-da, bu qilinmagan ishda. Frank Sinatra masalan Amerika masalan xonandasida necha yil oldin o'tib ham ketgan, u qancha bir yarki ijod qilib qo'ygan Amerikaning xonandalaridan birida, yulduzlarda u mirovoy звезда deydi-ku. Men salgina tushkunlikka tushdim. Men aytdim, boshqa qo'shiqlarim bor edi-ku, shu baland pardada aytib berib, "Vau!" deb to'rtta jurini ham o'girtiradigan qo'shiqlarim bor-ku. Nimaga buni ayttirayapsizlar dedim. Endi shuni aytasiz. Shuni aytayapman, endi birinchi turga start berildi. Meni o'zi aytishdi, tayyorlaninglar deb sahnaga chiqdim. Endi aytayapman, qo'llar, oyoqlar qaltirab ketyapti-da. Ustozlar orqasi bilan o'tiribdi kresloda. Siz sahnaga moslashgan insonsiz-ku. Endi u yoqning salobati boshqacha. Endi baribir har bir san'atkor sahnaga chiqqan payt agar hayajonlanmasa, u o'lik san'atkor o'zi. Bu gapingiz to'g'ri. Endi qo'shiq yakunlashiga o'sha paytda 3 minut berilar ekanda. Masalan, bu qo'shiq o'zi 3 minutdan ortiq, 4 minutga yaqin. Endi u yog'ini bu yog'ini qirqdi-ku, o'sha sahnada o'tirgan yigitlar bilan, san'atkor yigitlar bilan zanimatsiya qildik, program qildik, chalishdi ular, men aytdim. Endi hammasi jonli ketyapti u yerda, ovoz ham, chalishi ham bularni. Qo'shiq tugayapti, hech kim qayrilmayapti. Mana o'sha paytda endi miyamga kelib ketayotgan o'y fikrlarni endi hozir sizga aytib beraman. Men qanday qilib hozir bular o'girilmasa, ustozlar Buxoroga boraman, yuzi qaro bo'lib, hamma menga qarasa, bir nafrat ko'zi bilan qaraganday, bir tosh otadigan darajada qaraganday tuyuladi-ku menga deb qo'shiq tugayapti. Hech bo'lmasa bittasi qayrilsin, iltimos, Xudojon deyapman-da. Tugayapti. Shunday tugashidan endi o'sha rolik bo'lsa agar o'sha montajda qo'yamiz. Knopka momentini Ozodbek Ahmadovich dan qilib knopkani bosyaptilar-da. O'sha birinchi mavsum, birinchi bizani ana yosh chegaralanmagan ijodkorlar chiqqani bizaniki bo'lganda, birinchi mavsum. Keyin undan keyin 50+ bo'ldi. Undan keyin Golos bolalar bo'ldi. Kids. Bolalar Kids. Keyin 50+ bo'ldi, keyin o'smirlar bo'ldi. Bitta knopka o'sha Ozodbek Ahmadovich bosdi. Shunaqa endi dengil tortganman. O'sha raslablaydi, raslabuxada shunaqa mazza. Keyin savol-javoblar ketdi u yoqqa. Endi bir shuncha yo'ldan kelib bir Buxorocha mavrigi eshitaylik, bir Buxoro mavrigilardan eshitaylik. O'sha rolikni ko'rsangiz agar ko'rasiz o'sha yerda. Shunaqa bir diskussiya, shunaqa chaqchaq bo'lgan. Keyin o'sha знаменитый shaxt. Hey jon, amon 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 amon, gar xudo ro do'st dori, yak shabi tanho biyo, yak shabi tanho biyoyu, oh lablabi daryo biyo, hamchu ohuyi xutan از دامنی صحرا بیا، یار من لیلا بیایو، آخ جان من دریا بیا deb aytganimdan keyin bo'larkan mana Faroz Akirov mana bunga nima yetsin, bo'larkan deb maqtab Sevara Nazarxon o'z fikrlarini aytdilar. To'yir Sodiqov. Keyin shu bilan ikkinchi turga o'tdik. Keyin ikkinchi turga Madina Bono Adilova degan qiz bilan o'sha Grigoriy Leps va Irina Allegrova o'sha duet aytgan qo'shiqlarini Yati Beneverio degan qo'shiqlari bor.
uni ham agar ko'rgan bo'lsangiz bizani tomosha qilayotgan muxlislar do'stlar uchun bir kusochka o'sha nimadan albatta taqdim etamiz, albatta. Shunaqa endi men uchun bu Golos ovoz proyekti bir qanaqadir katta imkoniyatlarni ochib berdi. Shundan keyin o'sha telekanallarga takliflar tushdi, chaqirishdi, uxlamaysizmi? Tongi salom. Yana qanaqadir nima? Xullas buyog'i e'tiborga tushib, Sevimli kun, Sevimli kanalida, Toshkent kanalida chaqirishdi. Endi hozir shov-shuvlarga sabab bo'layotgan bitta qo'shig'imiz bor. Buni Az g'ami g'ussay dunyo. Azin g'ami g'ussay dunyo. Azin g'ami g'ussay dunyo. Dur meshavim do'stu azizon. Bahar yak dil shodi mezibat, g'animat har lahzai dunyo. Bu qo'shig'imizni Quvondiq Temirov so'z muallifi va meni qadrdon ukam, yaxshi ko'rib hurmat qiladigan ijodkor, yaxshi inson sifatida birinchi o'rinda uni ham yaxshi ko'raman. Odamiylik, odamgarchiligi Said Jafarov yaqindan yordam berdi va albatta bizani buxorolik qadrdon ukamiz, bastakor, aranjirovщик, o'sha bizani unchalik ham chiroyli bo'lmagan ovozlarimizni chiroyli qilib studiyada o'sha butun Buxoro ijodkorlari bilan va nafaqat buxorolik, o'sha Zarubish, o'sha g'arb mamlakatlari bilan ham ijod qilib kelayotgan Raim Raufiy ukam yaqindan yordam berdi. Fursatdan foydalanib bularga rahmatimni aytmoqchiman. Baxtimga sog' bo'lsinlar iloyim hammalari. Xo'jayev e'tibordasiz aka. Aka bilan suhbatda ham aytib o'tdim-da, buxorolik san'atkorlarning ichida eshitganman siz haqingizda buxorochani Rahim Raufiydek tushunadigan, uni his qiladigan kompozitor, bastakorlar kam, juda oz. Siz gavharsiz deb qo'yganman-da. To'g'ri, u nafaqat buxorocha, boshqa yo'nalishlarda ham o'ziga xos didi bor. Masalan, umuman fikri, umuman dunyoqarashi bo'lmagan ashlachi borsa ham u yoqdan zo'r produkt olib chiqadi Raimni qo'lidan. Iloyim sog' bo'lsin, qo'llari dard ko'rmasin. O'sha qiz bilan gapimiz chala qoldi. O'sha Madina Bona Adilova bilan o'sha Grigoriy Leps va Irina Allegrova aytgan "Я тебе не верю" degan qo'shiqni aytdik biz. Endi bilmadim naqadar biz yaxshi aytdik yo yomon aytdik, lekin o'sha ijtimoiy tarmoqlarda YouTube platformasida asosan, yo o'sha Facebookda ham biz bormiz, men borman. Qo'yib borgan paytimizda yozilgan o'sha ta'riflar, odzivlardan, izohlardan kelib chiqqan holda menimcha yomon bo'lmagan, xalqqa manzur bo'lgan shu chiqishimiz ham. Meni bir o'zim chiqishim ham, o'sha birinchi turdagi chiqishim ham ko'p nimalarga, o'sha tomoshabinlarga e'tiroflarga sabab bo'ldi. Ko'p teletomoshabinlarga ham ma'qul bo'ldi, chunki ular yozishadi-da. Va bu ikkinchi aytgan duetimiz ham ko'plab muxlislarga ma'qul bo'ldi. Shu ijodni shu qiz bilan davom ettiringlar, shu duet yo'qolmasin degan takliflar ham tushdi. Endi men Buxoroda, Madina Bonu Toshkentda bir qadam endi uzoq yo'l. U salgina yoshroq, menimcha o'sha paytda 20 yoshda edi u. Meni sal endi yoshim salgina kattaroq, o'sha uchun shunaqa ikkinchi turdan uchdik. Madina Bonu o'tdi 3-turga. Menga chiroyli ta'riflar berib, Ozod aka siz professional, bu Madina Bonu hali endi kirib kelayotgan bir ochilmagan gul degan bir qanaqadir ta'riflar berib, u Madina Bonuni olib qoldilar. Imkoniyat berildi. Ha. Endi men ham buni to'g'ri qabul qildim, chunki bu proyektda qatnashishni o'zi g'alabada. Любой ijodkor uchun. Men shunaqa fikrdaman. Masalan, men ikkinchi turdan yiqitishdi deb tushkunlikka tushib bir qanaqadir
xuddi bu O'zbekiston futbol jahon chempionatiga chiqqanday gapda. Rahmat chiqqanni o'zi. Ha, shu bilan ham taqqoslasak bo'ladi. O'sha proyekt birinchi turdan uchganlar ham baxtli bo'lish kerak-da. O'sha birinchi turdan uchganlar, masalan, birinchi turga ham chiqib, masalan, kreslolar orqasi bilan o'tiradi-ku ustozlar. Masalan, aytayapti, endi uni yuragiga yetib bormayapti o'shani aytishi. Значит, u kerakli darajada talanti yo'q, yo kerakli darajada hali pishmagan. Yo kerakli darajada asar tanla olmagan. Yo kerakli darajada masalan tayyorlamagan o'sha masalan asarni. Yo kerakli darajada o'sha talanti yo'q, yuragiga yetib borsa, masalan, orqasi bilan odam o'tiribdi, siz ashula aytishingiz kerak. Shu sizni otadigan o'sha nayzangiz shuna borib oldidan kelib yuragiga sanchish kerak-da. Bu qiyin masala bu. Shunaqa baxt menga nasib qildi. Ikkinchi turga ham biz ikkalamiz ham juda ham endi ustozlarning aytgan e'tirofi bo'yicha juda ham yaxshi biz chiqish qildik. Juda ham bir seryozni biz yondashdik bu narsaga. Chunki har birimiz xohladik shu ikkinchi turdan o'tishni. Lekin baribir o'sha proyektni qonunlariga ko'ra bir kishiga nasib qilish kerak, bir kishi uchadi, bir kishi o'tadi. Mayli, men juda ham xursand bo'ldim. Kelib ishlarimni davom ettirdim, ijodlarimni davom ettirdim. Biz endi qanaqa desam, bu yulduzlik kasali bizda yo'q. Siz o'tgansiz. Chunki biza masalan tug'ilganimizdan ota-onamiz bizaga pul berib, "Ma o'g'lim, senga falon $1000 bor chiq. Ana shu televideniyega chiqasan" deb bizaga hech kim men ota-onamdan mingdan ming roziman bergan tarbiyalari uchun, hayotga qo'yiladigan qadamlarimni to'g'rilab qo'yganlari uchun. Shuni o'zi menga katta baxt. Bundan ortiq baxt yo'q. Bundan ortiq boylik ham yo'q. Lekin menimcha shu sabab biza yulduzlik kasaliga chalinmadik. Chunki meni hali eslab o'tganingizdek, masalan, ovozgacha kelganimcha qancha meni o'sha zaplichami deydi-ku, ana bu kiftlarimda men bosib o'tgan yo'llarim qancha. Shuni deyman-da, o'z-o'zidan sahnaga chiqilmadi. Qancha kafelarda ashula aytilgan, qancha restoranlarda jonli har kecha aytilgan 4 soat, 5 soat har kecha. Ovozim yetarli darajada pishgan bo'lsa kerak. U masalan har qanaqa o'sha xonandaning ashulasini aytasiz. Qaysidir xonanda bor, tepadan aytadi-da. Uni shu maromiga o'shani tanallisidan, o'sha tomdan, dodan aytadimi, redan aytadimi, midan aytadimi, o'shandan men aytib berardim-da xalqqa. Uni bir qanaqadir sun'iy yo'llar bilan tonini tushirib, 1 ton, 1,5 ton. Men o'shanga o'zimni ep ko'rmasdim. Aytmoqchimisan? Sen shu qo'shiqdan pul ishlayapsanmi? Mart bugun o'zingni oldingda chesni bugun shu tondan aytib ber xalqqa. O'sha pulingni halollab ishlagin. Shunaqa menda yondashuv bo'lgan. O'sha uchun siz aytgandaqa o'sha ovoz proyektigacha bosib o'tilgan yo'l ancha qiynalganman, qancha o'sha kvartiralarda, sovuqlarda, unaqa yer uylarda yashaganmiz o'sha paytda, savdo qilgan paytlarimiz. Endi bizani televideniyada yo o'sha bir qanaqadir federalniy kanallar deydimi, o'sha O'zbekiston masalan davlat kanallarida ko'rib mana bunaqa chiqishimiz yo bir chiroyli ashula aytishimiz yo chiroyli ko'rishimizni xalq ko'radi-da. Bu tangani ikkinchi tomoni ham bor-da. To'g'ri. Bizani yulduzlik kasaliga Xudoga shukr chalinmasligimizga yarasha ancha bosib o'tilgan, qiynalgan yo'llarimiz bor-da bizani. O'sha uchun я как-то вот на это смотрю спокойно. Xudo tomonidan shu taqdir qilingan ekan, ovozga chiqdik.
to'ylarimiz ko'paydi, xudoga shukr. Buxoro o'zimizning shahrimizda, Samarqandga qancha borib keldik to'ylarga. Navoiyga borib keldik. Toshkentga chaqirishdi necha marta to'ylarga. Endi bir nima sabab bo'lar ekanda, yaxshidan nom qoladi degan bir naql bor xalqimizda. To'g'ri. Qanchalik nafaqat bu shou biznesda, siz masalan yaxshi o'qituvchi bo'lishingiz mumkin, yaxshi zubnoy bo'lishingiz mumkin, tish doktori yo qanaqadir yurak doktori bo'lishingiz mumkin. Hamma kasbda ham. Umuman любой kasbda masalan qanchalik siz vijdonan shu kasbingizni yaxshi ko'rib, shu vijdonan shu samimiy yondashsangiz, masalan doktor bo'lsangiz, o'sha masalan kelgan bemor sizdan baraka topadi, sizdan sog'lik topadi. Biza ham shou biznes ham bundan mustasno emas. Qanchalik o'zingizni oldingizda chestni bo'lishingiz kerak-da. Vijdoningiz oldida. Vijdon oldida, xalq oldida. Masalan, boya aytib o'tganimdek, o'sha masalan beriladigan konsertlar endi Humo Arena deb bo'ladimi masalan, yo do'stlar xalqlar do'stligi saroyi bo'ladimi? 4000-5000 xalq keladi. Aytib biladigan bor jonli. Ovoz imkoniyati sal cheklangan masalan xonandalar bor. Yulduz xonandalar bo'lsa ham masalan u aytiladi masalanki konsertda fonogrammadan foydalaniladi. Lekin men yaxshi ko'raman jonli aytishni. Chunki jonli aytishni o'ziga yarasha bir qanaqadir magiический anaqa nimalari bor-da. O'ziga rom qiladigan, zavqlantiradigan, uni ichida yashaysiz, Shunaqa bir qanaqadir magiический yurakka yetib borishi nimada endi? Fonogramma ham mayli endi qanaqadir o'rnida kerakdir balkim. O'rnida kerakdir, chunki gala konsertlar bo'ladi. Salyanka deydi, endi gala konsert endi hamma o'sha nomi chiqqan san'atkorlar, ularning ichida endi aytib biladigani bor, aytib bilmaydigani bor. Endi o'sha televizionni efir zasaryat qilmaslik uchun, bulg'amaslik uchun masalan общий hamma o'sha ramkaga tiqiladi. Shunday. Fonogramma. Yangi yilmi, Navro'zmi, mustaqillikmi buzilmasligi uchun. Masalan bir xilla o'sha sahnaga chiqqandan keyin o'sha odamni ko'rib, yo masalan yurtboshimizni masalan oldida chiqib qo'shiq aytish paytida masalan o'zidan ketib qolishi mumkin-da. Yo'qotib qo'ymasligi uchun. O'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Shu sababdan masalan fonogramma aytiladi. Buni tushunish mumkin, lekin o'zing qo'ygan paytda endi meni fikrimda bu, men yana mendan xafa bo'lishmasin, masalan yo bir qanaqadir negativ yozishlar bo'lmasin bu temaga. Men o'zimni endi misol keltirsam, masalan o'sha konsertda iloyim bizga ham xudo nasib qilgan bo'lsin. O'zimizda masalan avtor qo'shiqlar 20 ta 30 ta bo'lgan paytida ham biza o'sha o'zimizni yurtdoshlarimizga borib beminnat jonli ravishda xizmat ko'rsatishni nasib qilsin. Men shuni yaxshi ko'raman. Jonli ijro. To'yda ham shu konsertdaqa qilish, ana men o'zi ko'rayotgan ancha xonadonlarga xudoga shukr kirib chiqdik, to'ylarni o'tkazdik masalan. Meni bilishadi. O'sha Zarafshon Hol to'yxonasidami, Sahid Zarafshonda yo masalan boshqa to'yxonalardami, qaysi to'yxona bo'lsa ham qat'iy nazar men harakat qilaman bir qanaqadir daqar bosh og'riq bilan o'tkazish emas to'yni. Qanaqadir konsert yuqori saviyada bir chaqchaq qilib, yaxshimisizlar, как ваше настроение, давайте поаплодируем, давайте сами себе поаплодируем. Masalan, kayfiyatni ko'taramiz, to'yga o'xshasin. Birga bo'lgan xizmatlarimizda ham shunaqa bo'lardi-yu. Biz qancha birga to'y xizmatida tushganmiz, to'y xizmatlarida masalan she'rlar. Siz bilasiz masalan, meni qanaqa bir podxod deydi-ku, meni yondashishim qanaqa. Shunday. O'sha uchun bizning kasbdoshlarimizdan farqli o'laroq, shu uchun ham har bitta gulni o'ziga yarasha hidi bor-da. O'sha uchun meni ham o'zimga yarasha masalan klientlarim bor. O'sha masalan kelishadi, taqqilatib yo telefon qilishadiki, biz niyat qilganmiz, falon to'yda ko'rdik, bizga ma'qul bo'ldi. Bu san'atkor uchun bundan ortiq baxt bormi? Baxt.
To'g'ri. taqqilatib kelish. Taqqilatmasdan qo'ysa bundanda ortiq badbaxtlik ham yo'qda. Qaysidir ma'noda o'sha ijodkorning o'lgani o'shada. Shu iloyim faqat xalqimizga kerakli bo'lib yurish nasib qilsin bizga ustozlarday o'sha buyuk yoshlarga kirgan paytimizda ham dunyomiz tinch bo'lsin avvalo. Bugungi kunda aka nimadan afsuslanasiz? 10 yil 20 yil oldingi Ilhom Po'latov o'z oldingizda bo'lsa nima degan bo'lardingiz? U to'g'ri ish qilyaptimi? O'sha yo'lida davom etish kerakmi? Taqdiringizni o'zgartirish imkoniyati bo'lganda nima ishni qilmagan bo'lardingiz yoki qilgan bo'lardingiz? Yo'q, endi afsuslarim yo'q. Endi men qaysi darajada bir shu dunyoning tashvishi, shu bir pul ishlash deydimi, shu bilan bo'lib qolib qaysi darajada otamni, onamni rozi qila oldimman, yo'q qila olmadim. Duosini oldimmi, duosini olmadimmi? Chunki oltin olma duo oltin emasmi degan naql bor. O'sha yoshligimizda, bolaligimizda eshitardik. O'sha otalar so'zi aqlning ko'zi bo'lardi. Bir tarbiyaviy qanaqadir ko'rsatuv nimalar. O'sha paytda eshitardik. Ana endi hozir salgina yoshimiz ulg'ayib boryapti. Ana endi shularning ma'nosini chaqayapmiz-da. Shu meni afsusim shu bo'lsa kerak. Umuman olganda men hayotimdan juda ham roziman. Endi baribir beayb Parvardigor bir qaysidir paytda nimadir kimgadir bir qanaqadir so'z aytib kimdir yuragini ranjitib qo'ygan bo'lishimiz mumkin. Shu meni afsuslantiradigan avvalambor shu ota-onamni qanchalik rozi qila oldim, qanchalik xizmatini qildim, qanchalik duosini ola bildim. Baxtimizga iloyim onajonim sog' bo'lsinlar. Biz otamizdan yodgorimiz dadajonimni rahmat qilsin Xudo. Joylari jannatda bo'lsin. Amin. Shu afsuslanadigan joy. Har birimiz ota-onamizni borlik paytida qadriga yetib, xizmatini qilib beminnat. Chunki onani bergan sutini umrimiz davomida xizmat qilib ham uzib bo'lmaydigan darajada u qarzimiz. O'sha uchun shu boshqa afsusim yo'q. Endi kimdir ranjitib qo'ygan bo'lsam, qaysi paytda yoshlik qilib, beboshlik qilib uzr so'rayman do'stlarimdan, kasbdoshlarimdan. Endi men siz ham bilasiz-ku, qanchalik hazilkashligimni, lekin ba'zi bir insonlar, ba'zi bir kasbdoshlarim noto'g'ri tushunishadi. Noto'g'ri tushunib bir qanaqadir xafa bo'lganlarni kimdandir eshitganman, lekin o'shalarni ham topib borib, telefon qilib uchrashib, "Meni kechirasan. Shu joyda bir qanaqadir hazilim senga yoqmagan ekan. Men sendan ming uzr so'rayman, kechir meni" deb yosh bo'lsa ham mendan o'shalardan men kechirim so'raganman. Shu tomoni meni taskin beradi-da. Shu bir kunda eng ko'p qancha pul topgansiz san'atdan? Bir kunda eng ko'p. Wow degansiz. Endi buni eslay olmayman, lekin men aytyapman-ku, men qancha masalan 1 so'm bo'lsa ham, 10 so'm bo'lsa ham unaqa hushdan ketib, o'zimni yo'qotib, kimdir pisand qilmasdan. Men o'zi shu Rossiyada necha yil ishladik, endi baribir pul ishladik, ijodiy safar bo'lsa ham. Lekin qancha qo'limizdan pul o'tmagan bo'lsa ham o'zimizni yo'qotmaganda biz. Chunki oilada olgan tarbiyamiz sababmi? Lekin men bu O'zbekistonga, shu Buxoroga kelgan paytim kelaman, masalan, qaysidir masalan o'zim bilan o'qigan sinfdoshim bo'lishi mumkin, kursdoshim bo'lishi mumkin. Bir 4 so'm 5 so'm kissasiga kirgan bitta yaxshi mashina oyog'ini tagida tutishi o'zini gerday buni kibrlanib, men aytaman, nimaga buncha san ham bir banda bo'lsang menga o'xshagan. Vaholanki uni atrofida undan 10 karra puli bor odamlar bor-ku, lekin vazmin jim. O'sha bar tarbiya deysizda.
shunaqa man qanaqadir bir yaxshi anaqa bir yaxshi ko'rmayman man shunaqa ishlarni. Albatta biz hammamiz Xudoning bandasi, biz kimni puli ko'p bo'lsa, kimni mol dunyosi, kimni kreslosi bo'lsa, kimni mansabi bo'lsa, hammasi o'zi uchun. To'g'ri. U masalan bir kishiga issiq sovug'i yo'q uni, lekin kibrlanish yaxshi emas. Rossiyada qolib ketishingiz mumkinmidi? Yo'q, qolib ketish niyatim yo'q edi. Nima sizni qaytargan? Man o'sha vatan sog'inchi. Avvalambor dadam rahmatli dunyodan o'tdilar 2019-yil, joylari jannatda bo'lsin. Va qani o'sha vatan sog'inchi, yurt sog'inchi, jo'ralar, qadrdonlar, bir qanaqadir 4-5 kishi yig'ilsa uyda qanaqadir ovqatlar pishishi, shirinliklar olib kelinishi, choy damlab kelinishi, o'sha biror yerda dunyoda biror yurt, dunyoni biror yerda yo'q bizani ana shunaqa bir mehmondo'stligimiz, gostiprimstvo, dobrota, hurmat, e'tibor, hurmat, izzat. Ayniqsa Buxoroda. Mehr oqibat, ayniqsa Buxoroda. Yo endi butun O'zbekistonda shunaqa. Millatimiz. Ha. Shunaqa biza. Telefoningizdagi eng ko'p eshitadigan qo'shiq qaysi? Hozirgi kunda. Telefonda eng ko'p eshitadigan qo'shiq yo'q. Men hamma millat qo'shiqlarini eshitaman, chunki bu odamni dunyoqarashini kengaytiradi. Qancha ko'p eshitilsa, shu siz aytgan 20 yoshli hozir orqamizdan kelayotgan shogirdlarimizga, o'sha budush pokoleniya deydi, kelajak avlodga men yana bitta iltimosim bor ediki, bitta yo'nalish bilan cheklanib qolmasin ular. Hamma millatga g'azalasha go'shkun eton. Farqlashmaysiz va fransuzchami, italyanchami, amerikami, armanchami, ozarbayjonchami, grekmi, farqlashmaysiz. Любой g'azala go'shkun eton, mazza kuneton, amin kurgazoroto ham xatar keng mushud, ham xatar kalontar mushud. Kim bilan duet qilishni xohlaysiz? Imkoniyat bo'lsa. Duet. Endi bu O'zbekiston miqyosidagi san'atkorlardan. O'zbekistonda ham va chet el, xorij estradasida. O'zbekistonda bo'lsa endi Yulduz Usmonova, Ozoda Nursaidova, Gulsanam Mamazoitova. Buxoro bo'lsa agar, Buxoroni ham aytib o'taman, Said Jafarov, Raim Raufiy ukalarim bilan niyatim bor, xudo xolasa. O'lmas Rustamov, elimiz Buxoromizning eng suyukli san'atkor farzandlaridan. Ne'mat aka, Nishon aka bilan. Endi dunyo miqyosida bo'lsa agar, Stevie Wonder bilan aytmoqchiman, nasib qilsa agar. O'sha eng nomi chiqqan qo'shiq bor. I just call to say I love you. I just call to say how much I care. I just call to say I love you. Nimazni ko'proq tanqid qilishadi? Eshitib qolgansiz. Ko'p gapirishdingizmi to'yda? Ha, ko'p gapirishimni shu vidushilar tanqid qiladi. Shu hazilomuz darajada qilib hech qanaqa. Shaxsan men endi boshqalarni aytyapman. Mendan mustasno. Sizdan mustasno Sheralijon. Lekin boshqalar shunaqa. Endi biz endi to'yda masalan da'vogarligimiz yo'q-ku, unaqa suxandonlikka ular olib boradigan o'zi masalan aytilgan shu kasbini o'zi fidoyilari bor masalan. Lekin men gapira olmasdan davra bilan ashula ham ayta olmayman-da. Davra bilan qo'shilish kontak qilish paytida o'z-o'zidan bu jarayon kechadi sizda. Albatta, avtomatik ravishda. Buni hozir bizani shu Buxorodagi kasbdoshlarga men aytaman-da. Gapiringlar bir ikki og'iz. Sizlarni masalan sostavlaringiz bor, guruhlaringiz a'zosi bor yigitlar masalan 10 kishi, 15 kishilik bolalar bor-da. Men aytaman, sizlar xatyabi o'sha hech bo'lmasa to'yini boshiga salom alaykum qilib tanishtiringlar o'zlar san'atkorlaringizni.
masalan doirada falon, sizlarning xizmatinglarda bugun klavishda falon, udda falon, gitarada falon, barabanda falon, doirada, dumbakda falon deb tanishtiringlar deb aytaman. Hech kim yurak qilolmayapti. Agar meni to'y xizmatlarimni sezgan bo'lsangiz, men albatta aytaman. To'xtalib o'taman. Kimlar xizmatda? O'sha video operatorlardan tortib, Albatta. xizmatda kimlar bo'lganligini xalq bilsin deb. Xalq bilishi kerak, albatta. Chunki uni orqasida u sozandalar ham shunchaki sahnaga chiqishmaganda, qancha mehnat qilishgan, qayerdadir o'qishyapti yoki qanchadir shogirdlari bor. Albatta. E'tirof, albatta. Konsert Xudo xolasa konsertni sizda qachon kutsak bo'ladi? Konsert bu bilasizmi qanaqa bir jonli ijroda bo'ladimi endi? Xudo xolasa jonli ijroda, lekin bu juda ham katta mas'uliyat. Shu bilan birga bu sharaf xalqni shu konsert berib xizmat, o'sha ijod mahsullarini ko'rsatish. Ijod mahsullarini ko'rsatish deganda bu konsert xalqning oldida mardu maydon solni konsert berish juda ham mushkul narsa. U uchun o'sha sizni konsertingizga keladigan darajadagi muxlislar orttirilishi kerak. Yaratiladigan asarlar orqasidan. Endi men bu ma'noda bu qadamlarni endi qo'yayapman. Chunki Rossiyadan kelganimga hali ko'p bo'lmadi. Ana siz aytgandaqa shu ovoz loyihasidan keyin salgina siljish bo'ldi. Ijodda tanishdi. Kimgadir shu soch bilan esda qolyapman, kimgadir soch va ijod bilan, masalan o'sha to'yda qilinadigan yo konsertda qilinadigan xizmatlar bilan sekin endi ketyapti, poyezd endi yuryapti. So'lib qolmang demoqchiman aka. Sizdagi potensial va sizdagi o'sha yillar davomida to'plangan tajribalarni evaziga siz konsert berishga loyiq insonsiz. Meni fikrim shunaqa. Rahmat Sheralijon. Harakatda biza nasib bo'lsa avtorlik qo'shiqlarimiz o'sha kerakli darajada, o'sha kerakli o'zini muxlislarini topib yetib borganda, xudo xolasa o'sha konsert beradigan darajadagi to'plam bo'lgandan keyin xudo xolasa albatta niyatimiz bor. Bu har bir ijodkor uchun menimcha orzu. Misol uchun bitta konsertda o'rtacha 20 ta qo'shiq kuylanadi. O'sha 20 ta qo'shiq tayyorlanish uchun qancha mablag' kerak taxminan? Bitta qo'shiqqa qancha o'rtacha hisobda deylik? Endi bitta qo'shiq, shoir bor, sozandalar bor, kompozitor bor. Xo'p, yana nima ishlar qilinadi unda? Studiya bor. Endi u bitta qo'shiqqa menimcha hozir o'rtacha o'sha Buxoro agar hududi bo'yicha territoriya Buxoro territoriyasi agar oladigan bo'lsak, agar menimcha 500 dan boshlanadi. Dollarda. $500 boshlanadi. Toshkent bo'lsa 800 ming dollardan yana tepasi ketdi уже. Bitta qo'shiq agar shoirga bog'liq ideya, masalan, ideya ham sotiladi, masalan. Ideya u masalan o'sha she'r yozilgan, muzikasi nima qilingan, o'sha talan diktofonga yozilgan, u borib siz aranjirovka отдельно qilasiz. O aranjirovkalar ham masalan 600-700 ming dollardan boshlanadi. O'sha brandoviy agar bo'lsa, o'sha aranjirovka qiladigan nomi chiqqan, endi hozir nomini olib o'tirmaymiz. Masalan, ko'p bunaqalar Toshkentda. Yo ideya qiladiganlar masalan, o'sha nomi chiqqan bo'lsa, qo'shiqlari hit bo'lgan bo'lsa, narxi ham shunga yarasha. O'sha uchun endi Buxoro hududini oladigan bo'lsak, $500 boshlanadi. O'sha bitta qo'shiqni siz o'sha fleshkada olib yo kompyuterda yo mashinada eshitishingiz, o'sha bitta MP3 yangi qo'shiq $500. Bir yondash qanaqadir nima bo'lish kerak-da, o'sha mantiqan bir qanaqadir bir yaxshi mavzu olib chiqilishi kerak. Ana yaqinda biz tepada bir xirgoyi qilib berdim, yaqinda ashulamiz xudo xolasa chiqadi. O'sha azin g'ami g'ussai dunyo, durmeshavim do'sto azizo, bahar yak dil shodi mezibat, g'animat har lahzai dunyo. Bu masalan hozirgi kunda hamma shu g'am tashvishga, masalan to'yilgan paytda o'laman, qolaman degan ashula odamni yana ko'maddi g'amga. Shunday. O'sha uchun bir qanaqadir neytral, bu
masalan bu dunyo g'am g'ussalarini unuting, bu har bir yurakka bir yaxshilik, shodlik yarashadi degan ma'nodagi qo'shiq. Men o'ylaymanki bu o'sha o'z muxlislarini topadi bu qo'shiq. Xudo xolasa. Yaqin orada buni klipini taqdim qilamiz. Hali boshlamadik, lekin Shunchaki aytmoqchi bo'lganim, qadrdonlar, do'stlar, mana Xudo xolasa oldinda to'y qilaman deganlar, to'yimda Ilhom Po'latovni chaqiraman deganlarni bu siz tomonidan xizmat haqqi berilayotganda shunchaki bu odamni cho'ntagiga kiradigan narsa emas. Orqasida qancha sostavda qancha qora ko'zlar bor, nechta ro'zg'orlar bor. Reklama uchun ham pul tikilyapti mana. Reklama uchun, ijod uchun, kiyiladigan kiyimlar uchun. Endi bizga keladigan bizani masalan muxlislar Xudoga shukr endi ba'zida bo'lib turadi. Shu masalan tushuntirishga majbur bo'lamizda, siz tushuning, bu beradigan pulingiz mani kissamga kirmayapti, men qiladigan rasxodlarim bor, yana chiqimlarim bor. Kiyim-kechak kiyiladi, masalan, apparatura olinadi arendaga. Boshqa masalan texnik anaqa momentlari bor deb tushuntiramizda endi. Nima deb o'ylaysiz? Omad yoki mehnat? Yo, mehnat qilish kerak, endi omad ham baribir kerak insonga. Qaysi birini ustunroq deb hisoblaysiz? Menimcha mehnat. Mehnat qilmasdan omad kelishi bu bilmadim. Qaysi so'zlar, qaysi gaplar qolib ketdi mana shu Xudo xolasa podkast bo'lsa yoki xalq bilan so'zimni yetkaza olish imkoniyati tug'ilganda mana shu gaplarni aytishim kerak. Kelayotgan yosh avlodgami yoki muxlislaringizgami yoki yaqinlaringizgami yoki tanishlaringizgami? O'sha savolni men bermadim-ku, siz o'sha gapni ayta olmadingiz. Men bizning yurtdoshlarimizga, meni kamroq bo'lsa ham muxlislarimga, followerlarimga, Instagramda masalan 10 mingdan sal oshdi, Xudoga shukr. YouTube'da bor followerlarim. Hammalariga fursatdan foydalanib, biza inson zoti uchun eng qadrli bo'lgan sog'lik, salomatlikni tilab qolaman. Ilohim dunyomiz tinch bo'lsin. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Qolganlarga uzoq umr, sihat, salomatlik. Dunyomiz tinch bo'lsin. Hammaning xonadoniga Alloh fayz, baraka, nuri, rahmatlarini bardavom qilsin. Yurtboshimiz omon bo'lsinlar. O'sha yurtimiz uchun jonni fido qilayotganlarga hammalariga sog'lik, salomatlik tilayman. Va o'sha musiqada, san'atda o'tgan ustozlarimizni Alloh rahmat qilgan bo'lsin. Ana hayot ustozlarimizga uzoq umr tilayman, sog' salomatlik. Sheralijon, sizga ham ishingizga omad. Rahmat aka. Ana shu biza kadr ortida chaqchaqlashib o'tirgan paytimizda men aytdim o'zingizga, hamma vaqt bir qanaqadir qiyin, hech kim qilmagan. Shu men shu shaxtaga o'xshataman-da, shu she'rlarni qiladigan ishlarini, shaxta bor-ku, qanaqa kavlash kerak u kovak. Metro ochadi-da bu, metro ochadi. Hamma vaqt metro ochadi. Ilohim ishlari faqat o'ngidan kelsin, yuzi yorug' bo'lsin, xalqning oldida. Ilohim shunaqa qiladigan efirlari fayzli, barakali bo'lsin. Keladigan mehmonlari ham shu efirga mos, yaxshi insonlar, qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar shu she'rlarni o'zidaqa yaxshi insonlar ro'baro bo'lsin she'rlar bilan. Ilohim kanali rivojlansin, o'sha followerlari soni oshsin. Instagramdami, YouTube'dami, Facebook'dami. Fursatdan foydalanib yana bir bora omad tilayman va taklif uchun katta rahmat. Xalqimizni uyida ilohim yaxshi kunlar bo'lsin. Xonadon otamba hamma vaqt ro'zoyi naqshavat. Va mana san'atama didago, mana san'atama medonistago, mana xudama inson sifatida medonistago ba yakta niyat emaski. Xonadon otamba omda xizmat mekadagi san'atkorga eng gandish manbarin shavat. Mondagosh amanam ziyod shavat. Sog' salomat bo'shiton, hammatonga rahmat. Sheralijon, rahmatda jonim ukim. Ilhom Po'latov, Ilhom Sheyx janoblari biz bilan birga edilar.
hurmat qilib kelganliklaringiz uchun katta rahmat. Eslatib o'tamiz do'stlar, suhbatimiz Asia Plaza mehmonxonasida suratga olindi. Dunyoning qaysi burchagidan kelib Buxoro sharif yurtimizni ziyorat qilish niyatida bo'lsangiz, aeroportga yaqin bo'lgan hududda juda zo'r joyda joylashgan Asia Plaza mehmonxonasiga tashrif buyurishingizni, shunchaki ko'rib bahramand bo'lishingiz ham mumkin bo'ladi, chunki ichkaridagi me'morchilik, dizayn, zamonaviylik hamda Buxoro me'morchiligini birga uyg'unlashtirilgan ko'rinishdagi ajoyib uylar, ajoyib xonadonlar va yuqori sifatli xizmat sizni kutmoqda. O'zingizni ehtiyot qiling, keyingi podkastlarda yana ko'rishamiz. Ajoyib zo'r o'z ishining professional ustalaridan eng zo'r maslahatlarni sizga Chaqchaq podkasti orqali yetkazib boramiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Kamina Sherali Xudoyorov bo'ldi. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Dunyoni qaysi burchakda bo'lishingizdan qat'iy nazar hamisha sihat salomat bo'ling. Omon bo'ling do'stlar. Uzoqqa ketib qolmaysiz. Keyingi videolarda yana ko'rishamiz. Rahmat, salomat bo'lishton.